Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrli qarindoshlar, fidoyilar ekrani oldidagi dunyoning har qaysi joylaridagi do'stlar, hammalarga shu vaqti va bundan keyingi vaqti xayrli bo'lsin. Bugun biz yine şu Kur'an'ın Nezer programımızdaki 60. saniye geldik. Anlamaz, görmez, duymaz ve hatta başkalarının nezerlerine takat kılamaz iki ayaklılar. Yüzü ibadet kılvatkan din hakkında izlenişten bekleyip quyruqqa esilgan mo'llisini olganini din deb yurdi. Ular qaysi sohadagi, qaysi turga oid yo'lda ketayotganligini tuzuk tushunmaydi. Hatto bu amal ma'lum manbadan deb ko'rsatsa yanada mo'llisiga yuguraydi. To'xta, mana bir o'z oldimga bir odam so'zlayotgan til, ana tilim, aql va iroda o'zimda. Buni anglab boqay deyishdimi qo'rqudi. Chunki mo'llisidan boshqalarnikini anglamaslikqa tapilangan. Nurg'un xatolarga, ziyonlarga to'silganiga qaramay, tavakkul qiladigan mo'jizalar mal masalaga kelganda qulog'i titraydi, yuragi gupildaydi. Mana hozir biz Qur'onning nazar programmasining 60-sonida din va mazhab haqida to'xtalgan bo'ldik. Mustaqil irodik tafakkur ahlining aqllariga haqiqat manzillari yaqinlashmay degan umid bilan fidoyilar ekrani. Bu bizniki Ahmedjon dostumuzniki fidoyiniki yozgan bu programma atab yozgan tunuşturuşu. Assalomu alaykum ustoz, qanday ahvolingiz yaxshimi? Bilan mabdal bo'ldi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Fotoda 60-sonda biz qadrli ustoz, qanday ahvolingiz yaxshi mabdal bo'ldimi? Ovozim kelyaptimi? Ustoz ovozni anglayapmidimi nima? Assalomu alaykum. Menga ovozim bormi? Endi keldi. Keldi. Bugun Qur'onning nazar programmasi 60-sonida Assalomu ustoz. alaykum. Va alaykum assalom. Din va mazhab to'g'risida dars qilmoqchidik bugun. Alhamdulillah, biz jam bo'ldik. Qani o'zlaridan tingshayli. Din zodibi qaysi din? Allohning dini. Bu mazhablar nima uchun paydo bo'lgan? Mazhabga ergashmagan ezib ketadi. Mazhabsiz, shayxsiz shaytonning yo'liga kiradi. Mazhabsiz shaytonning yo'li degandek shunday har xil gaplar bormi-chu? Nihoyatda qo'rqitib odamni nima qilgan? Hatto Qur'on zaten yetmaydi degan gaplarni ko'p anglab ketdik. Bu jihatda bizga mazhablar qanday paydo bo'lgan? Chuqur mazhabga ergashish kerakmi degandek savollar tug'iladi. Nurg'un kishilarning kallasida bor bu-chu. Sizlar Qur'ondan nazar programmamizda bu to'g'riliq bizga nima deylar? Assalomu alaykum dunyoda xos joylardagi hurmatli qarindoshlar. Hammalarning shu vaqt xayrli bo'lsin. Ovoz bor? Ba. Ovoz bormi? Ba. Bugun shu din va mazhab haqida to'xtalamiz. Mazhabniki e'tiqodiy mazhab sohasida biz burun to'xtalgandik haqiqatan. Onun içinde asasen şu nemede programda e'tiqodiy mazhab üstü to'xtaldik. Ahkam sahasındaki mazhablerde asasen to'xtalmagandik. Bu qatim bu programdaki asas maqsadi ahkam sahasiga qaratildi. Dinni biraz o sahada qisqa qilib o'zi bir tushunib o'tamiz. Din yuqorida necha qatim deb o'tgandek ilahi e'tiqodga asoslangan ijtimoiy bir ideologiya.
Yani Allah'a asaslangan haletki Allah'ın bar birlikki asaslangan haletki bir cemiyette şekillengen bir ideologiyeden ibaret. Bu ideologiya yani bu programı yani dinden ibaret bu programı insanlarınki itiqat, sözleri, hareketlerden ibaret muş üç narsaga chek qo'ydigan, prinsip qo'ydigan, o'ttirdi yana o'zi insonlar bir-biri bilan qildigan muomalada chek qo'ydigan, prinsiplarni qo'ydigan, shundoq o'zi bir bir narsa din. Endi buniki e'tiqod tarafining o'zida Alloh taolo nima deydi degan vaqtda e'tiqodda hech qanday bo'linish, ya'ni mazhab shakllantirishni Qur'oni Karim tamoman cheklaydi. E'tiqodda Türkiye'deki bir toplum Müslümanlar özünün e'tiqodi nimasining o'zini boshqacha tuzab chiqish Üzüp gitti. ve tesimu bihablillahi cemiyen ve la teferraku degan vezkuru ni'metallahi aleykum iz kuntum a'da'a fe'allefe beyne kulubikum fe asbahtum bi ni'meti ihvana degan bu ayetler ondan keyin Sure Bakara namı yani ve tesimu bihablillahi cemiyen ve la teferraku degan bu bir qancha ayet keladi bu ayet. Muş ayetning hammasi nima deydi desa e'tiqod sohasida bo'linmaslikni buyuruydi. Ya'ni insonlar e'tiqod sohasida Allah'niki bar birligiga ishonish, Allah'ın malaikileriga ishonish, kitoblariga ishonish, payg'ambarlarga ishonish, oxiratga ishonishdan iborat bu 5 ishonishda hech qanday bo'linishga bo'lmaydiganligi bu o'zi belgilangan. Ya'ni har qanday yerda shunday nim qilish kerak. Yana o'zi Alloh taolo Sura An'am'daki 159-oyatida İnnellezîne ferrakû dînehum ve kânû şi'an leste minhum fî şey innema emruhum ilallahi sümme yunebbi'uhum bima kânû yef'alûn degan muş ayetning o'zidimi buluşun bulunmaydı. Sen faqatla Alloh taolo kerimde iborat mushniki ko'rsatmasini ichida bo'lasan, boshqa hech qanday bir mazhabga tobe bo'lishingga bo'lmaydi. Ya'ni e'tiqod sohasida demakki hech qanday bir o'zi mazhabga ergashish aslida nima o'zi yoki mazhab paydo qilish bu narsalar butunlay Qur'oni Karimda cheklandi. Bu ayrim holatda nim qildigan birisiga o'xshamaydigan bundaq bir shakllantiradigan bundaq e'tiqodning o'zini cheklaydi. Lekin o her bir millet o halkı ishonishni asos qilgan holatda bu prinsip yuqorqi 5 asosiy prinsipni 5 asosni o'zini prinsip qilib turib her millet o'ziniki milliy o'zi an'anasiga asosan ya'ni mana shu vaqtda hozirgi ahvolda hamma odam arab bo'lib ketish, hamma odam o'z arabniki so'z harakatlariga berilish, uni din o'z hisoblashga o'xshash mundaq bir o'zi narsaga berilmasdan har millat o'ziniki milliy urf-odati, milliy madaniyat sohasida bu o'zi nimaning o'zi bu e'tiqodning o'zini epminish Qur'oni Karimda belgilandi. Ya'ni bu e'tiqodga kirgan odam arab bo'lib ketish degan bir narsa aslo mavjud bo'lmaydi Qur'oni Karimda.
Qur'oni Karimda har bir millat o'ziniki milliy alohidligini saqlagan holatda shu 5 asos prinsipning o'zini ching tutib musulmon bo'lsa, u to'liq bir musulmon bo'lgan bo'ladi va shunga to'liq amal qilsa, islomga amal qilgan bo'ladi. Mana aytgan vaqtida. Ammo aslo boshqa millat bo'lib ketishni Alloh taolo buyurmaydi, hattoki vaqtga cheklaydi. Chunki boshqa millat bo'lib ketish u Alloh taoloniki sizlarni men millat qilib yaratdim. U millat qilib yaratganlik meniki bor va birligimga bo'lgan bir dalilning birisi degan o'zi ko'rsatmaga tamoman xilof. Agar biz o'zi milliy nimamizning o'zini milliy kimligimizni yo'qotgan holatda boshqa bir millat bo'lib ketgan vaqtida Alloh taoloniki millat qilib yaratishdan iborat, ya'ni o'zi nemasining o'zini oyatini, ya'ni bir oyatning o'ziniki yo'qolib ketishini yoki o'zimiz yo'qotayotganlikni isbotlaydigan bir isbot bo'lib qoladi. Bu vaqtda biz Alloh taoloning oyatini yo'qotishdan iborat, ya'ni bir jinoyat ishlagan bo'lamiz degan gap. Shuning uchun bu yerda e'tiqodiy sohada yana shu burunqi bir programma deganga o'xshash bu e'tiqod mazhab aslida u payg'ambar alayhissalom va uningdan keyinmi masalan sahobalarning zamonasida hech qanday e'tiqod mazhab paydo bo'lmagan. Ammo hozirgi nimaga o'xshash? Partiyalarga o'xshash misol. Hazrat Abu Bakrni qo'llaydigan insonlar, Umarni qo'llaydigan insonlar, Hazrat Alini qo'llaydigan To'la. ayrım bir e'tiqoddagi insonlar, ya'ni Shi'ali ayrım bir Rafizli ayrım bir e'tiqoddagi holatda bunday bir narsani o'zini shakllantirish orqali musulmonlarning o'zini paramparcha e'tiqod jihati paramparcha qilish va oxirsida bir-biriga dushman bo'lish holatini shakllantirish uchun bunday o'zi bir narsalarni paydo qilgan. Ya'ni bu e'tiqodiy soatdagi bilinish Qur'oni Karimga tamoman zid degan gap hamdi. Ammo har bir millat o'z milliy an'anasi bilan shu e'tiqodning o'zini Qur'oni Karim ko'rsatgan shu 5 asos prinsipga asoslanib turib yashash bu Alloh taolo belgilagan va ko'rsatgan bir yo'l. Ammo aslo bir millat, yana bir millat bo'lib ketib yashash, e'tiqodni yoki shu arablardan kelgan e'tiqodni qabul qildim deb arab bo'lib ketish bu aslo Qur'oni Karimda targ'ib qilinmaydi, aksincha cheklandi degan gap. Ya'ni bu e'tiqodiy mazhab sohasidagi narsa shu hamda biz shu burunqi nimadimi deganga o'xshash bu halqi partiyalarga o'xshash bir narsa bo'lgan, ammo keyin takror bo'lib ketdi bu gap shu keyin shu e'tiqoddagi bir qism ozroq o'xshamaslikning o'zini ko'pirib undan keyin cho'ng bir o'zi o'xshamaydigan bir ideologiyani paydo qilish orqali islom ummatidagi e'tiqodiy bo'lgunchilikning o'zini paydo qilgan. Bu o'zi tamoman xato, tamoman o'zi Qur'oni Karimdagi va'tasimu bihablillahi jami'an va la tafarraqu degan bu oyatiga tamoman zid yani. Hargizmi ayrimchilik qilmanglar degan bu so'ziga tamoman zid. Shuning uchun bu yerda hozir birlik, ya'ni e'tiqoddagi birlikni shakllantirish uchun qanday qilish kerak degan vaqtda Alloh taoloning mushu buyruqqa amal qilish orqali shakllantirish bo'ldi degan gap. Ya'ni har bir musulmon faqat Alloh taoloniki Qur'oni Karimdan iborat mush kitobiga eslish orqali e'tiqodiy birlikni o'zini asliga keltira oladi degan gap. Bo'lmasa boshqa e'tiqod sohasidagi kitoblarni o'qish orqali aslo o'zi dinniki e'tiqod sohasini birlikka keltirish mumkin emas yani. Shuning uchun bu halqi men ahli sunna va jamoaniki e'tiqodida men o'zi Rafizning e'tiqodi yoki men o'zi Shia e'tiqodi deyish bu butunlay islom diniga e'tiqod jihatda qattiq zid keladigan bir narsa. Hamda ikkinchisi biz o'tganki degan o'xshash mazhablarni bir qurish vaqti degan bu mazhabniki
ilki asasen bu mavu ahkam sahasındaki mezhepler tötkü bölünüdü. Bu şu Ebu Hanife mesela 699 yılı doğulup 767 yılı vefat olan Kufa'da doğulup şu yerde vefat olan. Bu adamdaki asli nemisi Afgan nesillik. Yani Araplar Afganistan'ı neki bir tarafını başka vaxtıda bu adamdaki ata-anasını özü esir kılıp eketken boğaşka aşağıda öz bu adam doğulup alim bulup onundakin bu şu nemkan hem de mushundaq ahkamlarni chiqarish fursatiga ega bo'lgan. Imom Tulu uçup, yenip, üzülüp, kesilip bulardı bu. Tordu giyip bular mı? ovoz bo'lmayotganda, Üzülüp tulucup, seninki internet alo? biraz kaçırdı. Avaz geliyordu da. Aşı üzülüp yine kayıt Ya kesilip. man Avazlı ya mesela man buni tordu yoki giyip. internet bo'limidimi? Allah. Qanaqa qildik u vaqtda? İnternet ola bakamdı ya. U vaqtda Ben bu internet uzatsak oldu tamam. yok üzülmeydi. Yine kayıt olmadı üzecek iski. Aşağıda Ma yo'tkelsam, Wi-Fi degan. yo'tkelsam bo'libdi. He. Hani bir sana baksana. Wi-Fi ve ola baksana. U vaqtda bir 2 minut vaqt ketdi ayrimcha yana. Qilaymi? Hı. He? Sırrını anlaydı ustaz. Kahverimden az. He. Hemen. Ahmetcan'ın avazı mı çıkmadı mı yine? Gap kılıyordu da belki. Burun bizlarga birla mazhabga e'tiqod qiladigan, birla dinga e'tiqod qiladigan bir to'plum ekanmiz deb tushunganda, burun tushunishimizda. Hanafiy Hı. mazhabida va Sunniy Hanifiy mazhabida deb. O Hı. zamonlarda shu mazhab tushunchasidagi ko'z qarash, fatvo, ahkam, e'tiqod, shu masalalarning hammasini biz shu dinning bizga kelgan nusxasi mushu ilahiy din mushu deb tushunganda. Hı hı. Kim bu mavu Qur'on manbalik din tushunchasi bilan ishkirlagandan keyin bu masalalarning undaq to'g'ri emas ekanligini bayqagandan keyin o'tirib chiqqan do'stlar bilan bo'lingan bu vatandoshlar bilan bo'lingan inkoslarda, inkas shaklidagi munozaralarda nimani mazhabni din emas degan ko'z qarashni ilgari surganlar bo'ldi-da, kulib ketdik. Ilgari din deb degandik ammo lekin endi qistab kelgan vaqtida u narsani din emas, balki bir ray ko'z qarash ekanligini bu do'stlarga endi borgansir bayqayotganligini his qildim men. Mening tushuncham endi, menga bergan ta'siroti. Endi bu burun 4 mazhab deydik. Keyin qarasak 90 yillardan keyin vatanda paydo bo'lgan Vahabiy mazhabi, undan keyingi boshqa Ixvanul Muslimniki yaqindagilar va undan keyin paydo bo'lgan nima ismlari taqiddiyin nabihani nimada? Taqiyyuddin ne bahane. Ha. Hizbut Tahrir. Shunga o'xshash, Hizbut Tahrir. Shunga o'xshash har sohadagi, har iqlimdagi bir tushunchalarni biz ilahiy din mushu degan shakldagi
eg'ib ketish yoki unga berilib ketish hissiyoti bilan muomala qilib ketdik-da. Bu Qur'on manbalik din tushunchalarni qilgandan keyin, tanishgandan keyin bu haqiqatan tafakkur qilish orqali mazhabninki payg'ambar alayhisolamniki paydo bo'lganligi, agar mazhabsiz bo'lsa bo'lmaydiganligini ilgari surganlarga o zaman payg'ambar alayhisolamga ergishadigan da'voyimiz rasululloh bo'lsa, unda payg'ambarning mazhabi nima degan o'xshash vallah paydo bo'lgan chog'da ba'zan qarindoshlarning chetlab ketganligini ko'rgandik-da biz. Bu ajoyib xato savol kelib qoldi aslida ezib degan o'xshash yani qilib. İnşallah bugungi darsniki hamda shu mazhab haqidagi tushunchimizga shu Qur'on manbalik din tushunchasi bilan bir yangi bab ichilishini umid qilamiz inshaalloh. Shunga do'stlarimiz biraz dastlabida anglamay turib hamma qalaymiqan tanqidlaydigan yoki ayblagan qarindoshlarga bir bekrak tegsin deb bu ilanning kirish so'ziga biraz ashtaroq yozgan endi. Ketken boş dostlardan hep sorayımız. Ders devam kılsa kalan inşallah birlikte günümüz. Merhamet, ben çekendim. Assalomu alaykum. Aleyküm selam ve rahmetullah. Qanday yaxshimi ya ovoz? Yaxshi nocha oldu. Baştan bir qaytadan bir sözlep beslilamı pek üzülüp ketmez bunlar. Bo'ldi. Beşirildim qilay demmi. Bu programımızda din ve mezhep sahasida to'xtalmoqchi bo'lgan. Din mezhep sahasida e'tiqod sahadagi mezheplarni bir biz yuqorida bir mavzuda to'xtalgandik. E'tiqod mezhebini imom nima Ash'ari mezhebi, Shia mezhebi, Ahl Sunni mezhebi deb bir to'xtalgandik. Endi bu Qur'oni Karimdagi nemisida Qur'oni Karimga asoslangan vaqtda mazhabni bu yerda ikki hozirgi dinimizniki nemisida mazhabni ikkiga bo'lib qaraydi. Biri e'tiqodiy mazhab, birisi ahkam sohasidagi mazhablar. E'tiqodiy mazhablar shu Shia, Ahl Sunni vel Jamoa, Rafizi deymiz, Ash'ari mazhabi deymiz, shunga o'xshash mazhablarni o'z ichiga oladi. Qur'oni Karimda bu mazhablar qarta nima deydi degan vaqtda e'tiqod sahada Qur'oni Karim yani islom dinini mazhablashtirish tamoman o'zi xato, ham Qur'oni Karimdagi aslidagi prinsipi zid deb qaraydi. Qur'oni Karimdagi yani islomdagi prinsipi nima degan vaqtda prinsipi Allohga ishonish, Allohniki malaikalarga ishonish, kitoblarga ishonish, payg'ambarlarga ishonish, oxiratga ishonishdan iborat 5 ishonish var. Bunu ishonish ham uning o'zini hech bir zaman ondan ayrımcılık qilmaslik, payg'ambarlardan ayrımcılık qilmaslik ham uni mazhabga armaslik. Bu haqda Qur'oni Karimda Sura Baqarada o'zi va tasimu bihablillahi jami'an va la tafarraqu degan o'zi oyat orqali bizga Alloh taolo ayrımcılık qilishniki yoki bo'lmaydi o dinni bo'lishniki nihoyat xato ekanligini bayon qildi. Endi bu ideologiya sohasidagi, e'tiqod sohasidagi mazhablar aslida qanday paydo bo'lgan degan vaqtdami shu vaqtda bir so'zlab o'tgandik. Xuddi hozirgi partiyalarga o'xshash. Ya'ni partiyaga o'xshash deganimiz hozirgi masalan nimaning o'zini Turkiyani misolga olsak, Oq partiya deymiz, Millatchi Harakat partiyasi deymiz, misol. Shunga o'xshash o'zi nurg'unlagan nima o CHP deymiz. Cumhuriyet Halk Partisi o'xshash. Shunga o'xshash nurg'unlagan partiyalar bor. U partiyalar faqatla davlatniki manfaatni asos qilib qurilgan partiyalar. Ammo u zamonda degan vaqtda u bir qism insonlar Abu Bakrni qo'llasa, bir qismi nimaning o'zini Umarni qo'llaydigan, bir qismi Alini qo'llaydigan, keyingi zamonlarda Ali bilan bir qism Alini qo'llasa, yana bir qism Muaviyni qo'llaydigan shunday holat shakllangan. Ammo u zamonlarda hech bir zaman e'tiqod sohasida bo'lgunchilik bo'lmagan. Hammasi e'tiqod sohasida o'xshash. Ya'ni shu islom diniga e'tiqod qilgan bundaq bir holat shakllangan. Faqatla qo'llaydigan odamlarni, hozirgi o'xshashli partiyalarga o'xshash, endi qo'llaydigan odamlarni o'zi qo'llaydigan odamlari ayrim bo'lgan. Ammo keyingi zamonlarda degan vaqtda uni kitobga aylantirgan vaqtda e'tiqod sohasiga bir qism bo'lgunchilik
söz hareketlerinin özüne, insanların bölüdüğün bundaq söz hareketlerini arlaştırış arqılıq ayrım-ayrım etiqadi mənbə payda qılğan. Aslında Şia'nınki etiqad mənbəsi 12 imama tayindiğan, misal, Əhl-i Sünni vel Cemaat'niki ayrım, misal, aşına oxşaş nurgulluğun nəslə payda bolğan. Hatta ki milletçilik minayet eğri bolğan, şunun üçün etiqad sahasida nurgun Araplar asasen Eş'ari mezhebini tutsa, Türkiye milletle Maturidi mezhebini tutkan. Ne için diye baktı? İmam Maturidi'nin özü Semerkant tuğulgan bir adam. Yani Türkiye milletten tuğulgan bir adam, yani Özbekil'den hazırki vaxtda. O Ebu Musa Eş'ari diyenin özü bu Arap nemizde, Arap öz diyarı tuğulgan bir adam. Bundaq vaqtdaki Araplar onu özü nemi qılgan, asas qılgan bundaq bir mezheplerini nemi qılgan. Şunun üçün bir taraftan milletçilik eğir bolğan, yani bir taraftan onun da ideologiya sahasındaki oxşamaydigan fikirlerini bana qilish arqılıq onu kitaplaştırıp ayrım dini, yani itiqad sahasında bir itiqad yaratıp çıqqan. Şunun üçün öz musulmanlar onun öz itiqad sahasında bilinip ketken bolğaçqa asla hazırgaçılık kiş özü birlik kelammagan. Hem bu birlik keliş, vakeza muş işlerin hemmesinin asası nerede diye vaxtda Kur'an-ı Kerim'in köstüşü boyunca yana hem adam, yani ki her bir Müslüman Kur'an-ı Kerim'i estilga vaxtda o birlik kelalaydıqalığını Allah Teala bayan kıldı. Muş vatesimu bihablillahi cemi'a ve la teferraku diyen ayetin özümü her adam özünün itiqadıga Kur'an-ı Kerim'deki itiqadının özünü sındırsa, Kur'an-ı Kerim'de itiqad kısa ve Kur'an-ı Kerim tunuştuğun itiqad boyunca manga vaxtda o adam qandaq qıldı ki diye vaxtda bölünmeydi diyen gep. Hem adamdaki mənbəsi Kur'an boğallığı için. Kur'an'ın sırtığı çıkıp insanlar özünü göz qaraşlardan özüne onunla sındırış arqılıq ayrım-ayrım aqide payda qılgan. O onunla özü estilgandikillah hemmesi öz uqan kitabı estiliş arqılıq ayrım-ayrım özü itiqad payda qılgan gep. Şuna ola özü bölgünçülük aşağıdan payda oldu diyen gep. Dini perraku dine istemiyor. İnnemâ emruhum ilallahi sümme yunabbi'uhum bima kanu yef'alun diyen muş ayetin özümdeydi. Ula dinlerinin özüne, yani burunki ehli kitabının özü, dinlerinin özüne paramparça qıp mezheplerge aylandırıp alğan idi deydi. Yani her xil mezhepler, mesela Yahudinin nurgulluğun mezhebi var, rivayetli 72 mezhebi bölünüp ketken diyen aşındaki gepler var. Hristiyanlığın cık mezhepleri var. Hazır özü en çok mezhebi Ortodoks ölen özü Protestan. Ondan başka onu içlik Hristiyan nurgulluğun aşındaki mezhepleri var. O birbirisiyle düşman qaraydı misal. Hazırkmış Əhl-i Sünni vel Cemaat ölen Şia'lik oxşaş, düşman halde muamele kıldı. Bunun hemmesi nima dese ayrım ideologiya, dinde ayrım ideologiya payda qılğanlığı için özü. Yani Allah Teala emas, Allah'ın kitabını burmulap ayrım ideologiya payda qılğanlığı için ular aşındaki özü birbirisiyle düşman bulup ketkende. Şunun için Allah Teala diyen sözü bu yer nima dese ular aşındak bölgünçülük kılıp, itiqadi bölgünçülük payda qılgandekin, mezheplerini payda qılgandekin ular paramparça bulup ketken. Allah Teala'nınki bu yerde Peygamber Aleyhisselam'ın bergen buyruğu nima dese leste minhum fi şey deyil. Sen ularning hiç qandaq mezhebi demezsen. Yani hiç bir mezhebiga ergişişinki bolmaydı. Sen faqat Kur'an-ı Kerim'e ergişse, onun başka hiç qandaq bir narsaga ergişmeyse. Bunun öz nemini bildirip dese, bütün Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'den ibaret moşu özü kitapqa ergişiş ve başka hiç qandaq bir narsaga ergişişki bolmaydı Allah'ın özüne. Allah Teala meni moşu yerde bayan kıldı deyen gep. Hem de bu itiqadi mezhepniki asas prinsipi aşındaq gelemdi. Bunun hiç qandaq öz bir başka narsani qo'shib bo'lmaydigan 5 asas prinsip Kur'an-ı Kerim'de itiqad sahasida Allah'a işiniş, malaiklige işiniş, kitaplarga işiniş, peygamberlerge işiniş, ahiretge işinişden ibaret 5 asası prinsipni asas qiladi ekan. Ama şu 5 asas prinsipni asas qilib turib, o yerde her bir millet özüneki örf adet medeniyetini şu dinge maslaştırgan halette özü
yaşatsa, o hech qanday islom diniga qarshi olmaydi degan gap. Bir odam o'zi bu islom dinini qabul qilgandan boshlab ekan, Arabning madaniyatini qabul qilish, arab urf-odatini qabul qilish, arabning tuproqlarini ulug'lash, arab tilini ulug'lash, arabni ulug'lash o'xshash bundaq o'zi narsalarni qilishga hech qanday hojat yo'q. Chunki u hammasi bir inson bo'lgandan keyin, dunyoda yaratilgan narsaning hammasi Allohning oldida o'xshash bo'lgandan keyin, bunda hech qanday o'zi farq yo'q. Uning o'zi farqli qarashning o'zi Allohning oldida jinoyat degan gap. Shuning uchun bu e'tiqod sohasida biz yuqorida bir qor to'xtalib o'tganligimiz uchun shunchalik to'xtalayli. Ham qonunning o'zini ahkam sohasida, qonun sohasida ki mazhablar ustida to'xtalamiz. Yuqorida biz yani oldimizgi darsda deganga o'xshash Qur'oni Karim yani islom dinidan iborat bu din qonun bu dinda o'zi qonun yo'q. Qonunni bundan o'rgangan bo'lmaydi. Ilm yo'q. Yani ilim kitobi emas, siyoset kitobi emas bu. Hech qanday o'zi boshqa o bundaq narsalarni o'rgatadigan bundaq kitob emas. Bu nimani o'rgatish vaqt degan vaqtda har narsaga e'tiqod, so'z va harakatdan iborat uch narsaga prinsip qo'ydigan, prinsip belgilaydigan bir kitob. Yani e'tiqodda qanday prinsipni belgilaydi desa yuqoriga o'xshash, yuqorida biz degandek Allah'a, periştelerge, kitaplarga, peygamberlerge, ahiretki işinizden ibaret bu prinsipini belirleydi. Ve Allah işerge vaxtda o adam özü, Allah iş neresinin özünü şirik yaptırmazkini özüne. Peygamber işerge vaxtda o peygamberin uluhiyet, yani ilahlaştırmazlık, o aş peygamber estilgan neresini estilişten ibaret bunun özüne buruydu. Yani. Peygamberlerge işinizden yenmeydiğimizde bütün peygamberlerge okşaş. Halatda o'xshash musobaqada ishinish. Yani o'zi bizning payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom deb o'zi qaramasdan bütün payg'ambarlar bizning payg'ambarimiz deb qarash va bütün payg'ambarlarga o'xshash muomala qilish, Allohning kitoblarining hammasiga o'xshash muomala qilish va oxiratga o'xshash o'zi ishinishdan iborat. Buning o'zini prinsip qiladi Qur'oni Karim. Endi ahkam sohasida, qonun sohasida degan vaqtda qonun sohasida Qur'oni Karim ayrım bir yol gösterdik insanlarga. Sure Şura'daki 10. ayette şer'a lekum mined-din ma vassa bihi Nuhan vellezî evhayna ileyke ve ma vassayna bihi İbrahim ve Musa ve İsa en aqimud-dîne ve la teteferraku fihi kebura alel müşrikin ma ted'uhum ileyhi. Allahu yectebi ileyhi men yeşâ ve yehdi ileyhi men yunib diye ayetning özüdür. Nima qilib desa bu o'zi bütün dinlarniki Allah Taala'niki oldida o'xshash ekanligini, uning ayrim ko'zil qarashniki xato bo'lganligini o'zini bayon qiladi yani. Yana mana Sura Maidniki 48-oyatning o'zida va anzalna ilaykel kitob bil haqqi musaddiqan limma bayna yadayhi minal kitob va muhaiminan alayhi fahkum baynahum bima anzalallahu degan mush oyatning oxirisida o'zi likullin ja'alna minkum shir'atan va minhaja degan shu oyatlar bilan o'zi oxirlashdi bu. Buning o'zi nima degan vaqtda ash hukm qilish borasidagi bir oyat. Buning o'zida Alloh taolo deydiki, her inson, her toplum va her davlat hozirgi vaqtda ashning uchun bir shariat, bir qonun tuzish insonlarniki qonun tuzishi uchun biz yo'l qo'ydik deydi. Yuqorida dinni Alloh taolo bizga bayon qilgandan keyin bu qonun tuzishning o'zini bizga yo'l qo'yganligi bu ikkisining munosabat nima degan vaqtda Alloh taoloning dini bo'lgan Qur'oni Karimdagi prinsiplarga asoslanib turib qonun tuzish. Ya'ni Qur'oni Karim qonun kitobi emas. Ammo prinsip qo'ygan, ash prinsipga asoslanib turib qonun tuzish degan gap endi. Bu qonunning o'zini bütün insoniyatga bir xil tuzumda degan vaqtda Alloh taolo o'shaning o'zida bizga ochiq bayon qilib likullin ja'alna minkum shir'atan va minhaja degan. Her bir inson uchun, her bir toplum uchun va her bir davlat uchun buni cho'ngaytgan vaqtda uning o'zi bir qonun tuzish o'z nemasining o'zini biz berdik, huquqini berdik degan gap endi. Shunaqki masalan bir davlatniki qonuni bo'lsa, umum xalqqa o'xshash tuzgan bo'lsa, masalan Yevropaniki, biz Yevropada hozir yashayotganligini ashuni o'zini deyapmiz. Bir odam
Neki hech qanday balası yo'q, to'liq aşı bir yaxshi bir maosh olgan ashunday bir ishda ishlagan bo'lsa, uningdan bojning o'zini jiq oladi misol. Uniki oilasi bo'lsa, azroq oz oladi. Agar bir yo ikki bolasi bo'lsa, uningdan sal ozroq oladi. Agar u odam yerim ishlagan bo'lsa, uningdan oz oladi va o'zi og'riq bo'lsa, uning hukumat ta'minot berdi yoki o'zi oz ishlatadi. Ya'ni demak bu yerda nima degan vaqtda u qonun deganing o'zi hamma odamga o'xshash chiqarilmaydi. Mashunda qilsa deb chiqarildi. Ammo u alohida ahvol ostida boshqacha bo'ladi degan o'zi yerlar bo'ldi qonundagi. Shu vaqtda nima bo'ldi deyapti? Alohida ahvol degan o'zi yo odam og'riq bo'lsa yoki ishlamay qolib qolsa, ish topolmay qolib qolsa yoki olmaydi oz ishlab qolib qolsa degan narsalarni hammasini o'ziga erish uchun shunday narsalarni, shunday prinsiplarni u yerga kirdirdi. Kirdirgandan keyin u yerda har bir odamniki qilgan ish harakat ishiniki ko'p ozliqqa olgan pulini maoshiniki oz ko'plik qarta iqtisod jihatdagi qonun shunday tuzilgan gap endi. Bu bir Adalet masala. Xo'sh. Adaletni turg'uzish uchun yani. Bunun hammasi nima degan vaqtda hammasiga o'ziniki qilgan ishiga loyiq holatda undan boj elish bu Alloh taolaniki adolatni barpo qilganlik bo'ldi. Ash yuqorisi mush oyatning 5-liklar an aqimu dina degan kelimaning o'zimi ashunga bordi. Fahkum baynahum bima anzalalloh degan oyatning o'zimi ashga bordi. O din degani o'zi Allohniki mush adolatning o'zini barpo qilish ashunday bo'lgan gap endi. Har butun odamga boy bo'lsin, kambag'al bo'lsin, pulni oz topsin, ko'p topsin, hamman o'xshash bosh topshirsa, hamman 100 ko'ydan bosh topshirsa yoki 1000 ko'ydan bosh topshirsa demasdan tapqini qarta erishning o'zi bu adolatni barpo qilganlik bo'lganligini bildirdi. Bu o'zi bir masala. Ikkinchi bir masala degan vaqtda her bir devlet hozirgi vaqtda devlet yashayapmiz, devletsiz bir yer yo'q. Burun qo'sh qabila yashaydigan bundaq ahvollar yo'q endi. Unda bo'lgandan keyin hozirgi vaqtda devletlarning qonuni qanday bo'ldi degan vaqtda her bir devlet shu Alloh taolo Qur'oni Karimda her narsa qo'ygan prinsipni asos qilib turib, agar o'zi shu qonunni ashlab tuzsa, u Alloh taolo Qur'onda o'tirib qo'ygan shariatning o'zini, ya'ni qonunning o'zini Alloh maqsad qilgan qonunning o'zini tuzgan bo'ladi va uni adolat bilan ijro qilsa, u odam o'zi Alloh taoloning adolatining o'zini barpo qilgan bo'ladi yani. Bu yerda bir o'xshamaydigan bir narsa bor, bu ahkam sohasida hozir biz deganga o'xshash her davlatniki iqtisod ahvoli, jamiyat ahvoli, madaniyat ahvoli, ya'ni madaniyat seviye ahvollari, uniki insonlarning orasida ba'zi davlatlarda kasb ahllari ko'p bo'ldi, ba'zi davlatlarda kasb ahllari oz bo'ldi. Unda bo'lgandan keyin ishning mengish mangmasligimi kasb qarta bo'lgan gap. Bundaq bir sharoitda yana o'zi o'xshamagan unda qonunning o'zini ijro qilish to'g'ri keladigan gap. Shunga loyiq o davlat shu xalqniki ahvoliga muvofiq kelgan holatda qonun tuzishi u o'zi shu davlatda to'g'ri bir qonun tuzganlik bu hisoblanadi degan gap. Endi bu yerda bu nimaniki? Bizniki burunqi fiqh kitobining o'zida Ebu Hanife masalan 699dan 767 nima yashagan odamga Kufa tug'ilgan, ashada vafot bo'lgan, Imom Ahmad misol, Imom Shofiy, Imom Malik, Imom Ahmad Hanbal degandek shu imomning hammasi nima desa asosan 700-yildan 820-yilgacha oralikda tug'ilib vafot bo'lgan kishilar endi. Bu odamlarniki qo'limizda bor kitob hozirgi vaqtda Hidoya va Sharafqaydan iborat shu kitoblar bor. Bu odamniki shu vaqtda chiqargan qonun prinsiplarini o'zi shu kitobga yozilgan. Endi hozirgi vaqtda shariatchilar shariatning o'zini keltirsak, davlatga deyotgan shariatchilar nimani o'ylaydi degan vaqtda shu kitoblarning o'zini davlatning qonuni qilib keltirsak bo'ldi deydi. Endi u yerda o qonunning o'zida qulluq tuzumlari deganga o'xshash qul cho'rilar misol shu bundan 1000 yil burungi ahvollar qarta tuzalgan bir qonunlar bor. Bu qonunning o'zini hozir taraqqan bir zamonga qarta
uni ijro qilish hozirgi zamonga to'g'ri kelmaydigan narsa degan gap. To'g'ri kelmagandan keyin bu Qur'oni Karimdagi prinsiplarga asosan degan vaqtda davomli u qonunning o'zini u o'ziniki makoniga va o'zining zamoniga muvofiqlashtirish va uni davomli shuni muvofiqlashtirish uchun muvofiq kelmagan yerlarni o'zgartirish va amalda qilib qolgan yerlarni hozir misol shu sharq qoidada qulga qarta nurg'ulg'an narsalar bor. Aşındaq narsa hozirgi zamonda bo'lmagandagi undaq narsani o'zini amaldan qoldirishdan iborat. Aşındaq bir o'zi islohot, davomli o'zi qonun jihati qonunga islohot olib berish bu o'zi Qur'oni Karim talab qilgan bir narsa degan gap. Endi bu yerda hozirgi islom olimlariniki xatolashgan, cho'ng xatolik o'tkazgan tarafi nima degan vaqtda shu 4-5 imomniki o'z vaqtida o'xshamagan yerda, masalan Ebu Hanife'nin özü Kuba'da tug'ilib, shu yerda o'sib cho'ng'ilib, shu yerda o'zi, shu yerda ahvol qarta, ma ishni mandaq qilsak, qonun jihatdan mandaq bo'lsa to'g'ri bo'ldi, ish qonun jihatdan mandaq bo'lsa to'g'ri bo'ldi deb tuzgan qonunlar bor. İmam Ahmadning o'zi Bag'dodda tug'ilib, shu yerda o'lib ketgan kishi ekan. Bu kishining o'zimi shu yerdagi ahvol qarta fatvo chiqargan. İmam Şafii'ning o'zi hozirgi Falastin G'azada tug'ilgan bo'lib, o'zi 53 yoshga kirgan vaqtda Qohirada yashab, o'sha yerda Qohirada o'lib ketgan kishi ekan. Demak, o'sha yerdagi ahvol qarta o'zi fatvo bergan har ishga qonunni qilib, shunday o'zi fatvo bergan kishi. İmam Malikning o'zi Madinada tug'ilib, Madinada vafot bo'lgan. U yerdagi bu kishining o'zimi Madinadagi amaliy ahvol qarta xalqniki o'zi turmush ahvol qarta qonunni qilib shu bo'yicha fatvo berib, shunday o'zi o'tgan kishilar. Endi bu 4 kishiniki yashagan yeri ayrim yer, ham yana bu 4 kishiniki yashagan davrimi bir-biridan farqlandi. Masalan, Abu Hanife'ning o'zi 699 tug'ilib, 767-yili vafot bo'lgan. İmam Ahmad degan vaqtda 780-yil tug'ilib, 855-yil vafot bo'lgan. Oraliqda asosan 100 yil payqaydigan 100 yildan qarab payqaydigan ishlar bor. Men shundaq 100 yil payqaydigan, ba'zanlar 50-60 yil payqaydigan shundaq vaqtda farqli bir zamonlarda, farqli bir makonga qarta chiqargan fatvolarning o'zini akilib bir yerga to'plab, uning o'zini andekin avu to'g'ri, ma'noga asosan ma'u to'g'ri deb bir-birini suqib serishning o'zi bu aslida bu musulmonlar orasidagi eng chong xatolik degan gap. Yani şu imamlar şu vaqtda o imamniki yozgan narsaning hammasi to'g'ri emas. Ba'zilarining o'zi Qur'on asos qilgan yerlari bo'lsa, ba'zilari ijmoni yo qiyosni asos qildik deb o'tirib, Qur'oni Karimga to'g'ri kelmaydigan fatvoni beriklik. Misol, zinaxoni chalma kesak o'ltirish, o'xshash yoki maydalqi namoz o'qimagan odamni jazolash, o'ltirish yoki deganga o'xshash. Shunga o'xshash nurg'ulg'an ayndaq o'zi xato fatvolar va u Qur'oni Karimdagi prinsiplarga to'g'ri kelmaydi misol. Ammo Qur'oni Karimdagi prinsiplarga to'g'ri keladigan nima fatvolarim bor. Lekin nim bo'lishdan qat'iy nazar bu kishilarniki zamoni bir emas, makoni bir emas. Bundaq bir zaman va o'xshamagan bir makonda tuzalgan qonunning o'zini bir yerga akib turib, A'nın to'g'ri, ma'nın xato deb deyish bir tarafdan xato. Yan tarafdan ularniki hammasi Qur'oni Karimdagi shu prinsiplarni asos qilmaganligi uchun asos qilmagan yerlari ham xato bo'ldiki, asos qilgan yerlar to'g'ri. Bu kitobning ichidagi hamma narsa xato deganlik emas. Uning ichida bir qism xato yerlari bor misol. Shuning uchun bu hozirgi diniy olimlarniki yani şeriatni yo'l qo'yamiz degandan shariatdan shu shar'va hidoyatning o'zini, shuningdek o'zi qonunning o'zini, qonunni yo'l qo'yamiz degani bu nihoyat o'zi xato bir ko'z qarash degan gap. Nima uchun degan vaqtda men uchun burunqi zamon va makonga qarta, har xil makon va har xil zamonga qarta tuzalgan bir qonunning o'zini akilib, hozirgi bu zamonga qarta o'zi qonun qilish u butunlay o'zi insonni ilgari bostirmaydigan bir qonun bo'ladi degan gap. Nima uchun degan vaqtda hozir masalan Afg'oniston shu qonunni o'zini ijro qilyapti, shu nima deydi bularning o'zini? Islom amirligidanda Islom amirligi deb qaraydi.
O'sha islom amirligi deganning o'zi yana shu sharv qoidadagi ash narsalarning o'zini asos qilib, masalan, zinoxoni o'ltiradigan shunday ishlarning o'zini ijro qiliqliq. Qur'oni Karimda aslida zinoxoni o'ltirish degan qarta hech qanday bir o'zi hukm yo'q yani. Yani Qur'oni Karim Onu to'g'ri kelmaydigan hukmlarning o'zini ham narsalarni hukm qilib, o'zining ra'yi bilan buni o'zini ijro qiliqliq, bu xatoliklarning o'zi ashunday kerak yani. Mana aytgan vaqtida yig'ib aytganda bu yerdagi yani musulmonlar qonun jihatda taraqqiy qilmoqliq. Her vaqt yani her zaman ve makanda o'zining zamoni ve makoniga loyiq holatda Qur'oni Karimdagi shu prinsipni asos qilgan holatda ilg'or qonunlarning o'zini tuzaymoqliq. Tuzaymagandan keyin insonlarning oldini shu qonun etib misol shu qonunning o'zida shu Afg'onistonda ijro qilayotgan qonunning o'zida shuni asos qilgan bo'lishi kerak deb o'ylayman. Shu ayollarni o'qitmaydigan misol ayollarni kichik turib lekin masalan 10 yosh, 11, 12 yosh kirganda to'y qildigan shunday o'zini aytdi eski ishlar mavjud. Bu Qur'oni Karimdagi prinsiplarga asla to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun hem bir tarafdan Qur'oni Karimdagi prinsiplarga to'g'ri kelmaydigan qonunlarga oid ko'p bu shariatda hozir atilib qolgan narsada hem bir tarafdan degan vaqtda zamoniga va makoniga to'g'ri kelmaydigan bir narsa yani. O faqat hozirgi zamonga to'g'ri kelmaydigan darajadagi bunda past holatdagi bir qonun degan gap endi. Yoki qaloq holatdagi bir qonun bo'lib hisoblanadi. Onun uchun biz hozirgi zamonda nima davlat taraqqiy qildiramiz. Davlatni insonlarniki taraqqiy qildiramiz. İnsanlarni o'zi madaniyatlik, saviyalik, hozirgi zamonga loyiq inson qilib yetishtiramiz degan vaqtda qanday qilish kerak deganda qonun jihatdan har taraflamaning o'zini Alloh taolo yo'l qo'ygan shart ostida etish kerak. Qonun jihatdan etish kerak va qonun jihatdan shu sohada shu sohaga yo'l qo'yish kerak. Yo'l qo'ygan keyin insonlar qanday qildi degan vaqtda andakin o'zi taraqqiy qila oladi degan gap. İnsanın aldığını anı qilsang bo'lmaydi, mani qilsang bo'lmaydi deb hamma jihatni chirmab olsa, u vaqtda nima bo'ldi desa, u insonlar taraqqiy qilolmaydi. Masalan, ayolini o'qitmasa, ayol degani bolani tarbiyalaydigan narsa. Bola demakki 180% hayoti onaning yerida o'tadi. U onasi saviyalik, ya'ni bilimlik bir ayol bo'lmasa, u bolani tarbiyalashimi shu o'ziniki ahvol qarta bo'lgan gap. Şuna o balımın nəhayət qalaq, aşındaq balıb çıxırğan gap, anısı qalaq olğandan keyin, şuna o ne boldu dese, o balı məktəb qoyğan adam kəpsiz, heç kimni gibi unumaydigan, çünki öydə aşındaq tərbiyələngan ki, o balının özünə baş bulunmagan, mındaq bir balıb çıxırğan gap. Şunun üçün bu yerlik nəsi ne boldu dese, anı olğan adam hətta ki, balı üçün aytqan vaqtda dadıdımı özü bekaraq, özü bilim yani seviyesindeki yukarı oluşu dadıdı mı pek mühim değil ki. Yani o ana olan kişi bilimlik olsa, balının özüne, balındaki 80% hayatı şu 15-20 yaş kişilik, öğlen kişilik asasen hayatı şu anının kaşı cık ötülen boğandıkken, anısıdın cık bunda terbiyeni aldığan gibi. Terbiyeni aldığan o terbiyen neyim kıladırsa, şunu o balındaki an, yani an sızımının özüne açıdığan gap, dünya qaraşlarının özünü toğırlaydıgan gap, toğru dünya qaraş payda olduğan gap. Şunu olan bu ana olğan kişiniki bu yerdeki təsiri nəhayət yuxarı olduğan gap. Şuna bu halkı etiqat sahasida heç bir zaman onu her bir devlet ayrım mezhep payda qilish orqali unda qilqi islomning o'zini ayrım mezhep, ayrım din payda qilishga qat'iy bo'lmaydi. Ammo bu ahkam qonun sohasida degan vaqtda qonun sohasida her bir devlet o'ziniki amaliy ahvoli qarta to'g'ri, ya'ni Qur'oni Karimning shu prinsiplarga to'g'ri keladigan holatdagi qonunlarni tuzish orqali insonlarning hammasiga o'xshash icra qilish orqali o'zi adolatni tiklash bu Alloh taolo Qur'oni Karimda maqsad qilgan narsa degan gap. Shuning uchun biz bu yerda o'qigan odamlarmi masalan bizniki hozir qilmoq dinda o'qiganlar davomli
o'qigan vaqtda shariat degan narsani o'qigan vaqtda ash-sharoqa hidoya hozirgi zamondagi shariat deydi umi zaten unchalar hozirgi zamon to'g'ri kelgan yerlarim yo'q endi nurg'un narsani o'zini qur'onga emas o'zini qiyosga yoki ijmo qildik deydi ijmo qilganim yolg'on nima uchun degan vaqtda 50 olim bir yer kelib bir narsani tadqiq qilib qilgan narsani hozirgacha anglamadik hozirgacha 50 olim emas 5 olim bir yer kelib bir narsa tadqiq qilib to'xtatdi deb o'rtaq bir yer kelib qoyani anglamadik bunday bo'lgandan keyin ijmo yo'q degan gap har odam o'zini kallasi qarta ijmo qilish orqali va o'xshamagan nimaning o'zini qonunning o'zini o'xshamagan o'zi e'tiqodlarning o'zini paydo qiladigan bundaq o'zi narsalar mavjud shuning uchun bu yerki narsa nima degan vaqtda hozirgi vaqtda davlatlar dunyodagi davlatlarning ham qonun chiqarish nimalarida bundaq bir turkum qonun mutaxassislari birlashib turib chiqardi agar shu qonunning o'zi qur'oni karimdagi prinsiplarga to'g'ri kelsa demakki shariat shu bo'ladi degan gap uni to'g'ri ijro qilish adolatni shariat orqali ya'ni qonun orqali adolatni tiklash ni barpo qilgan bo'ldi degan ma'no chiqadi alloh taoloniki adolati shu yerda barpo bo'lgan bo'ldi degan gap shuning uchun hozirgi vaqtda shariatning nima keragi bor deydigan bunday ko'z qarashlar butunlay xato to'g'ri qonun allohning oldidagi shariat shu to'g'ri qonun uni to'g'ri ijro qilish alloh taoloniki adolatni barpo qilganlik bo'ldi xolos u yerda shariat osmonda tushirgan bir narsa emas uni insonlar alloh taoloniki qur'oni karimda qo'ygan prinsiplarga asoslanib turib tuzaydigan bir qonunni ko'rsatdi alloh taolo shu yuqorqi oyatni o'qidik likullin ja'alna minkum shir'atan va minhaja degan shu oyatning o'zimi har bir boy degan qo'shish bir qonunning o'zini tuzgan bo'lsa u qonun har turli odamlar uchun har xil shaklda ishlaydigan gap qonun masalan bosh qonun degan bilan bosh qonunning o'zi balasi yo'q odam qandoq 2 balasi bor odam qandoq 3 balasi bor odam qandoq 5 balasi bor odam qandoq oldiganlik to'g'riliq shu bir bosh elish degan bir narsa o'rtaq bo'lgan bilan uniki ishlamaydigan bolalar oyda oz ko'plikka qarta u bojniki oz ko'p elinishi bundaq farqli bo'lgan gap shuning uchun bu yerda buni insonlar alloh taolo nima deydi degan vaqtda shuni odil barpo qilganinglar shu qonunni o'zini odil o'zi ijro qilganinglar ya'ni alloh taoloning adolatini ijro nima vujud chiqargan bo'ldi deyapti shuning uchun bu yerdagi e'tiqodiy mazhab bilan qonun jihatdagi mazhablarniki orasidagi farq mana shu ya'ni e'tiqodiy mazhabimizda hech bir zaman ayrim aqida paydo qilish orqali mazhab shakllantirishga bo'lmaydi bu butunlay xato qur'oni karimdagi maqsadi tamoman zid ammo shariat deb qonun jihatga ko'rsa har bir davlat o'ziniki amaliy ahvoliga ya'ni shu o'ziniki jamiyati o'ziniki xalqiniki amaliy ahvoli qarta qonun chiqarish bu o'zi qur'oni karim yo'l qo'ygan bir yo'l degan gap endi u faqatla qur'oni karimdagi shu nimaga asoslanish lozim prinsipga asoslanish lozim ya'ni fiqhiy mazhablar ya'ni sizni qonun deganlari shu fiqhiy mazhab shundoqku qonuniy mazhablar fiqhiy mazhab bilan aqidiy mazhablari aqidiy mazhablarda aqidani bo'lib qur'onga qarshi bir aqida chiqarishga bo'lmaydi ammo fiqhiy mazhablarda men tushunishimcha hozir sizlar deganlarga asosan o'zimizning amaliy sharoitiga milliy urf odatlarimizninki shu qur'onga zid bo'lmagan holatda o'zimizniki qoida qonunlarni tuzib chiqsak bo'ladi demoqchi ya'ni bunida nurg'un odamlar bor misol o'zi imom azamning mazhabida deb lekin imom shofiyning mazhabiga chiqib ketib qolsa kofir bo'ladi deydigan bunday qarashlar bor bu qarashlar to'g'riliqmi o'zi nurg'ulg'an kishilarning har xil nimalari bor buniki hal qilinadigan tarafi nima degan vaqtda misol men turkiyada yashagan bo'lsam turkiya hukumatining qonuni bor Türkiye hükümetinin kanunu Kur'an-ı Kerim'in prensiplerini asas qilib turib tuzilgan qonun bo'lgan bo'lsa, men bu qonunni o'zini Turkiyada yashab turib e'tirof qilmay, boshqa Saudiya Arabistoni qonunini akilish kerak va hokazo deganimning o'zi
bu o'zi Qur'oni Karimga zid bo'lgan bo'ldi. Nima uchun degan vaqtda Turkiya hukumati Turkiya xalqiniki umum ahvoliga qarata Qur'oniy prinsipni asos qilib turib tuzgan bo'lsa, u Qur'on, ya'ni Alloh taolo maqsad qilgan qonunni amalga oshirdi degan gap, o'tirib chiqadi degan gap. Uni ijro qilish, yani to'g'ri ijro qilishning o'zi Alloh taoloning adolatini vujudga chiqarganlik bo'ldi degan gap. Men bu Alloh taoloning prinsiplariga asoslanib turib, yani Qur'oni Karimda o'tirib qolgan prinsiplarga asoslanib turib tuzgan bu qonunning o'zini inkor qilib, o'zim o'sha yerda yashab turib, boshqa yerdagi bir qonunni akilish kerak deyishning o'zi bu butunlay o'zi Qur'oni Karimdagi maqsadiga, Qur'oni Karimning prinsiplariga qarshi chiqqan bo'laman. Uning uchun u yerda nima bo'ldi desa, davlat meni jazolashdi desa, haq bo'lgan bo'ldi u vaqtda. Shuning uchun bu yerda qonunga bo'ysunish deganning o'zida qonun to'g'ri qonun bo'lsa, uning bo'ysunish u o'zi islom dinidagi prinsiplarga to'g'ri bo'ysunganlik bo'ldi degan gap. Ya'ni bu O dini mesele illaki shu sharqqa hidoyatning o'zini akagan vaqtda ashunga bo'ysungan bo'lib, to'g'ri bo'lgan bo'lib, bo'lmasa Qur'oni Karimning prinsiplariga to'g'ri keladigan qonunlar bo'ysunsa, u xato bo'ladigan, kofir bo'lib ketadigan bunday ishlar asla bo'lmaydi, ya'ni. Oğlanda devletinin kanunu karta aşında buldu değil mi? Mesela bu Türkiye'de bu bir layık devlet hem için din devlet idare kılmaydı. Hem de hazır başka devletlerde mesela nimede Afganistan'dayız başka devletlerde şu şeriat İslam dini yani sıbayetini degende aşında dini nimede devletin başkuruştan bakımından bir şey ediliyordu şu. Ama Türkiye'nin üzerinde mesela Şafii mezhebi var. O bu ağırlıklı Kürtlerin yaşayan tarafları. Ondaki Ebu Hanife'nin Hanife mezhebi istikat kıldığı cekra kıldı şu. Mesela Şafii mezhebi de ben tehret edip ayağımla kolumu tikip kessem onu da tehret sunudu. Ama bu Hanife'nin mezhebi de bu bombaydı. Öyle sunup ketmeydi şu. Ben namazımda okumasını bulavardı. Diyen de şu. Ama şey hakkında kalması da benim peyda olup kalmasın diyemem ama dini mezhep bu Hem de Türkiye'de bu ötkenki derste biz şu Qur'oni Karimdagi nimaning o'zini bir qancha bo'lib bayon qilgan. Uning ichida mesela qonun degan vaqt davlat qonuni, mesela loyiqlik Turkiyaniki loyiq bir qonun aslında tuzumi, loyiq tuzum. Endi Qur'oncha degan vaqtda Qur'on asli loyiq tuzum. Bu Qur'on. Lakum dinukum valiyadin degan e'tiqodning ustiga qurilgan bir tuzum bu. Hamma odam diniy e'tiqodi o'ziga degan bir tuzum bo'lganligi uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtida Qur'oni Karimdagi nimasiga asosan, shu prinsipga asosan bu ibodat sohasida qonunning o'zi ibodat sohasidagi o'zi nimaning o'zi ibodatniki, masalan, ibodatga berilgan javoblar deymiz. Buning o'zini qonunga, davlatning qonuniga kirdirish xato aslida. Bu jinoiy ishlar qonuni deymiz, boj qonuni deymiz, siyosiy qonun deymiz, masalan, ekologiya qonuni deymiz, har xil qonunlar bo'ldi. Buning ichiga bu o'zi ibodatning o'zini qonun qilib kirdirish bu xato. Bu ibodat ayrim bir narsa, e'tiqod ibodat ayrim bir narsa. Bu dinniki ayrim bir qismi. Uning uchun buni o'zi boshqa kitoblarni o'rganish lozim, ammo davlatning qonunining ichida bunday narsaning bo'lishi bu butunlay xato degan gap. Eğer undaq narsa bo'lib qolsa, Qur'on yana namozni o'qish, ro'za tutish o'xshash bundaq narsani, uning qoidalari o qonunning ichiga kirib qolgan vaqtda u lakum dinukum valiyadin degan oyat tamoman amaldan qolgan bo'ldi. U vaqtda davlatning ichida har xil diniy e'tiqoddagi insonlar bo'ldi. O insonlarga bu namozni, ro'zni, o qonun qilib kirdirishning o'zi o Qur'oni Karimdagi o har bir odamniki dini o'ziga degan o prinsipga to'g'ri kelmaydi degan gap. Shuning uchun bu namaz, roza, ana o'zi e'tiqod sohasidagi narsaning hammasi shu e'tiqodga tava bo'lgan insonlarga berildi. Shu odamlar o'zi shaxsiy yoki o'zi kollektiv holatda uni o'zi qabul qilib shu sohada muzokara qilib bo'ladi, ammo davlatning qonun sohasida qonunning ichiga kirib turib uni hal qilish butunlay xato degan gap. Bu yerda shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda
Devletin kanunun içine ekip durup namaz okumaydı, adam cezalap be devletke misal. Adam özü iman etmedi, kafir olup gitti, ya ki Müslüman murtet olup gitti, de oturup onu cezalap be deyiş, o devletin kanunun içi kirdirilse, bütünlay özü devlet hata kanunu kabul kılan boldu denge. O Kur'an-ı Kerim'deki aşı layık nemisiga prinsipiga bütünlay to'g'ri kelmaydi. Nima uchun degan vaqtda bir adam islomni qabul qilib, bugun qabul qilgan bo'lsa, ertasi o'zi bo'ldi, men buni yoqtirmay qoldim deb chiqitishmi o'zi nimasi erkinligi bo'lishi kerak. Xalqan adam kira oladigan, xalqan adam chiqita oladigan darajadagi bundaq bir erkinlik bo'lishi kerak. Bir odamga yoki bir dinga hujum qilmagan, uni haqoratlagan shart ostida erkin fikr qila oladigan bundaq bir holat Qur'oni Karimdagi prinsip bo'yicha bundaq bir erkinlik berilishi kerak. Bu hammasi nima deb berildi degan vaqtda Qur'oni Karimdagi shu loyiq bir o'zi tuzumni o'tirib qo'ygan bir din o'g'ashqa uni da xalqa adam o'zi men musulmon deya oladigan, xalqa adam men kafir deya oladigan, kafir degan insonmi o'zi erkin yashay oladigan, men musulmon degan odam uchun erkin yashay oladigan, birovning diniy e'tiqodiga hujum qilmaydigan bir holatni shakllantirish bu Qur'oni Karimdagi tub maqsadi degan gap. Onun eşkiyatma, onunki başka kirib ketdimi? O vaqtda birisini Qur'oni Karimdagi bir millat yoki bir qavm, bir millat yan bir millatning o'zini anda nima qilmasin? Masxara qilmasin. Masxar qilmasin. La yasar qavmun an qavmin ma? Shunaqa oyat-ku. Masxar qilmasin. Wala tasubbu allazina yad'una min dunillahi degan oyatlar bor. Mesela Allah işenmeydiği adamların özüne Allah işenmezlik tarafını bana qilish orqali onunla dashnam qiladigan, onu haqorat qiladigan mundaq ishlarni qilmang deydi Alloh taolo. Demak bu yer nima degan vaqtda e'tiqod va ibodat Alloh va bandaning o'rtasidagi ish o'g'ashqa uni sotqa so'rab chiqish, uni qonun, jamiyatdagi qonunni o'rtasiga akirishning o'zi o Allohning huquqini tortib olib, insonlar men qilaman mani deb o'tirib akirib olganlik bo'ldi degan gap. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda diniy e'tiqod masalasiga kelgan vaqtda ibodat masalasiga kelgan vaqtda hech qanday bir odam yana bir odamni zo'rlash va hech qanday bir odam yana bir odamning o'zini ayiblash, haqoratlash huquqiga ega emas. Agar shunday qilsa, Qur'oni Karimdagi shu oyatiga asosan Allohning oldida ham jinoyat ishlagan bo'ladi, ham u davlatlarning orasidami inson haqlariga tajovuz qilgan bo'lib, u jinoyatchi bo'lgan bo'ldi. Qur'onda zaten shu Aşının özü insan haklarına tecavüz qilgan bo'ldi Qur'ondagi buyruq bo'yicha aytgan vaqtida. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda insonlarga dinni zo'rlash, masalan, zo'rlab o'zi dinga kirdirish, qo'rqitib dinga kirdirish, bu ishlarning hammasi nima degan vaqtda Qur'oni Karim cheklagan narsa degan gap. Bu yerde bu qonunchi degan vaqtda qonun jamiyatdan, insoniyat jamiyatida bo'lgan ishlar qarta chiqarilgan narsa boshqa, buningga o'zi qarshi turish, insoniyat jamiyatini o'zi buzg'unchilik uchirtish, insonlarni ziyonga uchirtishdan iborat bundaq bir narsaga olib keladigan bo'lg'ashqa, uning o'zini jazolash ishlariga Alloh taolo yo'l qo'ygan. Agar u odam jazolamasa, u yerda boshqa nurg'un insonlarga zarar beradi. Ama o adam eğer Allah işenmese yoki ishonsa, u Allah hech qanday foyda yoki zarar berolmaydi. Allah'ni inkar qilsa Allah hech qanday zarar berolmaydi. Uni kesh e'tirof qilib ketsimi, u Allah hech qanday foyda bermaydi. O foyda ziyon faqat qiyomat kuni Allohning oldigan savobga qarta bo'ladi. Ama undan boshqa jamiyatdagi ijtimoiy tuzumlar kelgan vaqtda boy deganga o'xshash bir odam, yana bir odamni nima qilsa musulmon bo'lmading, sen musulmon emas ekansan, voy kafir, andaq mandaq desa, unim degan bo'lsa, Alloh taoloning ash yuqori degan, siz boshqa o'zi odamlarning o'zini dashnam qilmanglar, hamma odamning dini o'ziga, u din degan mening va sizlarning orangdagi ish, men uning jazosini o'zim beraman degan o'zi bu huquqning o'zini talashib Alloh taolodan o'zi Allohning huquqiga tajovuz qilgan bo'ldi odam. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda ibodat bilan e'tiqod sohasidagi narsalarning o'zini davlat qonunining ichiga kirish bu butunlay xato. Qonun yozgan narsa nima degan vaqtda butun insonlar qaysi dinga e'tiqod qildi qilmaydi, o'zining shaxsiy ishi
degan o'zi prinsipni o'tirib qo'yish u davlatniki eng to'g'ri prinsipi degan. Qur'oni Karimda o'tirib qo'ygan prinsip endi bu. Hmm. Şu işe qaraganda masalan Taliban deyli, hozir Taliban hokimiyat ustida bor nimada Afg'onistonda. Masalan, qizlarniki o'qishini cheklagan ishi bor. Hatto boshqa tashkilotlar bor Afrikada uchun. Ayollar, qizlar maktabga Hmm. o'qish olmaydi. Nurg'un urushlar chiqdi, necha ming odamlar uylangan. Hatta Boko Haram ismini hozir desak masalan shu Wikipedia'da yozmalar qaradim men. Necha ming odam uylangan shu qizlarniki o'qishga qarshi turgan bir tashkilot ekan. Angliyalik fikirlanganimiz uchun. Ama bayrak qarasak La ilahe illallah Muhammed Resulullah Allah Resul Muhammed deb anaqa tablisi bor. Muhammed Aleyhisselam'ınki. Aşı bayrak tablisi. Bunu ko'rganda haq nima deydi desam, bu islom shariatini yoki bo'lmasa qonunni islom qonuni o'tirib chiqadi. Ya'ni Qur'on bo'yicha ish qildi deb o'ylaydi. Ammo lekin Qur'onni qarasak adabiy narsa yo'q. Bilamizmi? Yani Elbette. xalq o'zi ishlayotgan dinni yaxshi o'rganish kerak. Doğru. O'zimiz ishlangan dinni yaxshi o'rgangandan keyin, yani uning asosiy uningki shu birdan-bir manbasini Qur'on ekanligini bilib, Qur'onni tushunib o'qib qilgan chog'da Qur'on bizga bir mashal bo'ladi, bir ko'zimizga taqim nur bo'ladi, to'g'ri xatoni taraflantiradigan Furqon ayiradigan hikmatni qo'limizda qilgan bo'lamiz. O chog'da ularga Qur'on sirti bir nima ekanligini uqamaymiz. Şunlaştık xalqimizda biz bu yerda boshqa bir maqsad emas. Shu Qur'onga asosli kelishga, Qur'onni tushunib o'qishga qarata bo'lmasa har xil mazhab urushlariga chiqib, masalan, o'zimizning orasida hozir masalan ziyoli, undan keyin diniy deb bunda ayirib oldirgan hozirgacha. Undan keyin salafiy mazhabi Verjaling of lachend gezicht met bu jamoat debchi bir-birini odamlarni o'ltiradigan yoki bo'lmasa urishadigan manga bayat qilmading deb qarshi tarafdinki qaynini ololsalaydigan ayda ishlar bormichu Hmm. shunday Doğru. shunlashqa biz Qur'onni asos qilgan vaqtimizda mazhabni emas hamdalika mazhabma butunlay xato emas lekin mazhabchilik qilib bir-birimizni o'ltirish yoki bo'lmasa qarshi tarafni murtad qarshi tarafni zindiq findiq debchi onu nima qilib ko'rgan yo'lida yuziga tukuringlar debchi uniga tashviq qilishning o'zimcha Qur'onga to'g'ri kelmaydigan bir nima deb tushunsak bo'ladi. Doğru. Kur'an tamamen çekilgen nerse misal. Evet. O halkı başka adamınki bu yerde iman barısında femen şa'a fel yu'min ve men şa'a fel yekfur diyen ayetin aksında inna a'tadna lizzalimin naren ehate bihim suradiqa diyen ayet var. Yani halka adam İslam'a işensin, halka adam işenmesin. O yüzden ihtiyar diyen gel. İşenmeyen adamını biz kıyamet günüsü azaplayımız dedi Allah Teala. Yani şu azaplıktan kurtulma desen işen diyen gel. Bu kalsan işenme. Ama o yerdeki cezanı kim verdi ki diye vakitte Allah Teala özen verme diyecek. Yani bunun ne diye vakitte namaz okumayan adamdaki cezasını devlet ya ki cemaat ya ki imam mezille ya ki mollamlarının berişi bütünlüğü hata diyen gel. Onu namaz okumayan adamın cezasını kıyamette Allah verdi. Roz tutmayan adamın cezasını kıyamette Allah Teala verdi misal. İslam'ı kabul kılmayan adamın cezasını Allah Teala yüz verdi. Ama o cezanı insanlar Allah'ın talışış, Allah Teala'nın o hukuku tecavüz kılış o insanlar için cinayet diyen gel. Şunun için dünyada itikadi erkinlik yani Kur'an-ı Kerim en çok özü oturup koygan prensipinin birisi şu. İtikadi erkinlik ve söz erkinliği. Bir adam İslam'ı kabul kılalaydıgan, o eğer kallısını ötküzemeye kalsa çık kete alaydıgan. Bunda kaletdi ki bir işik yani uçuk buluş gerek. Ama şundak boğa vaxtda insanlar halığa vaxtı kirip
o Qur'oni Karimni o'qib, uningdagi haqiqatni tushunib, uningdagi o'z ixtiyorligi bilan u islomni qabul qilgan vaqtda u saf musulmon bo'la oladi. Agar bir odamni qo'rqitish bilan yoki bir odamning o'zi uni hayva qilishi bilan yoki o'zi oxiratdagi azoblarni uningga tasvirlash orqali qo'rqitib, o'zi ma'naviy jihatni qo'rqitish bilan islomni qabul qilsa, u odam o'zi saf musulmon bo'lmasdan xoin bo'lgan gap. Shuning uchun inson saf musulmon bo'lish uchun uningda bir erkinlik bo'lishi kerak. U nihoyat yaxshi o'qib, tushunib, undan keyin u islomni qabul qilish kerak. Hozir misol Yevropada islomni, ya'ni g'arb davlatlarida islomni qabul qilayotganlar bu rivoyatlarni yoki bo'lmay shu fiqhni ko'rib islom qabul qilgan odamni ko'rmadik biz. Anglamadik hattoki. Hammasi Qur'oni Karimni o'qib, shundoq o'z tushunib, oxirida ha deb kallasidan o'tgandan keyin andagi islomni qabul qiliqliq. Her professor, doktorni qabul qiliqliq. O butlay qabul qilish tub sabab nima degan vaqtda Qur'onni erkin o'qiy oladi odamlar. Erkin o'qib, o taxtashga ep qo'ymasa bo'lmaydi, men Qur'onni o'zi kafir tutib bo'lmaydi deb cheklama qo'yib olmagandan keyin o erkin ani o'zini tutib, uni o'qish fursatiga ega bo'la olgan bo'lg'achqa, o odamlardan keyin o'qib ko'rib, ha to'xtabdi, bu to'g'ri ekan jimo deb islomni qabul qiliqliq. Bu yerdagi narsa nima degan vaqtda bundaq islomni qabul qilgan odamlar nihoyat o'zi to'g'ri qabul qilgan bo'ladi, ham saxtpaz emas, saxtpaz musulmon bo'lmaydi. Chunki ichidagi narsani hammasini yaxshi o'qib, uningdagi o'zi qabul qilgandan keyin haqiqiy saf musulmon bo'ldi degan gap. Ammo u yerda qo'rqitib turib musulmon qilish degan vaqtda burungi zamondagi qilishning zo'rligi bilan andaq o'zi qilgan vaqtda u insonlardagi keyin o davlatga, hokimiyatga, ya'ni boshqa musulmonlarga xiyonat qilgan xoin bo'lib chiqadigan gap. Bizniki vatanda misol biz bu vaqtda bo'layotgan ishlarni shu imom Mayzilini kichik vaqtdan boshlab ayndaq ota-onasi tayoqni zo'r bilan deganda boshqa maktabga borolmagandan keyin ayndaq yurib qori qilib mo'llik qilgan insonlar. O qalbiga shu iymon kirmagan 190% qalbiga iymon kirmaganligi uchun meshitni mehrab turib, aşağıdaki insanların içinde jürügü ba, Xitay'ın arkasına açmış gap qo'ygan odamni imom Mayzilni satadigan gap shu yerda. Xoinning eng birinchisi shu vaqtda mollali edi. Chunki shu jamoatning orasida qarab turdi, butun jamoat imom qarab turdi, imom jamoat bunda qargandan keyin uning ichida mandaq jurigi va yoki qo'rqmay turib imomdan mandaq deb so'ray oladigan, shu yer jamoatlar 4 eg'iz gap qiladigan odamlar bo'lsa, saqchiga chaqiradigan ishni shu molla qiladigan gap shu vaqtda. Demak, bu yergi narsa nima desa, islomni haqiqiy tushunmagandan keyin u qalbida u islomniki qanday bir narsa ekanligi, uniki meva bermagandan keyin uniki qalbiga shuni u odam qana qilib desa, u islomni o dinning o'zini setib qashlaydigan, boshqalar uchun xizmat qildiganga o'z vosita qildigan, u boshqalarga insonni sassimi gunoh bo'ldigan, undaq ishlarning o'zini his qilmaydigan bundaq odamlar paydo bo'lib ketgan gap. Shuni bilan bu millat ashnolar vayron bo'ldigan gap. Shuning Alloh taolaning bu yerda da'vat qilgan nima degan vaqtda bu islomni qabul qilish faqat erkinlik bo'lishi kerak. U odam yaxshi o'qib o'zi, undan keyin uni tushunib, deb kallasidan o'tgan vaqtda ishonish kerak. Kallasidan o'tmagan yani so'rash kerak u mutlaqo. Masalan o'zi ba'zi Qur'oni Karimda İbrahim alayhissalomga kayfa tuhyil mavta degan oyat var misol, sen o'likni qanday tirgizsa, menga ashna o'zidan qilgan degan vaqtda avalam tu'min deydi Alloh taolo. Sen de ishonmaganmiding desa, balo deydi İbrahim alayhissalom. Ishonmam degan, albatta ishonma. Valakin liyatma'inna qalbi. Lekin meni ko'nglim orom tepish kerak deydi. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda o bir odamning og'zini anglagan yoki kitob o'qigan narsaga ko'ngli qanoat qilmoqchilik, u odam o'zi islomni qabul qilib olishi, uniki o'zining xatoligi degan gap. Ko'ngli qanoat qilmay turib, shu rasmiy kallasidan to'liq o'tmay turib, men musulmon bo'ldim deyishning o'zimi yana xatolik yana bu tarafda aytgan vaqtda. U odam har narsani kallasidan to'liq o'tkazib, mandaq ekan jimo deb, uningdek islomni qabul qilgan vaqtda u o'zi boshqa insonlarga insondek muomala qila oladi. Allah'ını tanıgan vaqtda u odam haqiqatan Qur'oni Karimni tanishtirgandek taniy oladi. Qur'oni Karimdagi amr farmonlarga to'liq o'zi nim qila oladi, amal qila oladi degan gap. Saxtpaz bo'lmaydi degan gap bunday odamda. Sizlarning kameralar itilib qolgan o'xshaydi, qarab baqsizlar. Oxirgi mazmunga
qo'shimcha bir nima qilay. Agar diniy ibodatlar va e'tiqodlarninki erkinligi bo'g'ilgan avalasida u toplum ichida munofiqlik, ko'rinishi boshqa, ichi boshqa, teshi boshqa ahvol shakllanib qoladi. U chog'da toplumninki zararga uchrashi, ziyon tortishi texmo ig'irlab ketadi. Bu bir endi aqllarga oyon bir ish. Faqat yani bir savolim endi obiyatdan sizlar har mamlakat, har rayon o'zi turayotgan davlatninki qonunini agar shariatda ya'ni islomga uyg'unli bo'lgan bo'lsa, shunga bo'ysunish taklifini berdi. Mo'shiningdan chiqish qilib turib, tarixda podshoning amri vojib deydigan ko'z qarashlarni bozorga silib, hokimiyat uchun xizmat qilganlarninki hikoyalarini anglaganimda. Bunga nisbatan bir izohlash lozim bo'ldi deb qaradim bo'lsa. Albatta. Bu podshohning amriga itoat qilish vojib degan so'zning o'zi bu yerda albatta bu halqi podshoh bo'lsa, u bizni besib olgan, bizga zulm qilayotgan podshoh bo'lsa-mu, uniki amriga itoat qilish vojib degan gap chiqmaydi. Bu yerda Alloh taolo bu yerda o'tirib qo'ygan narsa nima degan vaqtda adil podshoh. Qur'oni Karim prinsiplariga to'g'ri keladigan qonunning o'zini ijro qilayotgan bo'lsa, u adil podshohning o'ziga bo'ysunish u vojib bo'lgan gap. Agar u Qur'oni Karim nurg'un yerda bor bunday narsalar, misol nima Musa alayhissalom Fir'avnga nima uchun qarshi chiqdi? Fir'avn Bani Isroil avlodlarining o'zini o'ldirib, uni zulm qilganligi uchun Musa alayhissalom jamoat bilan qo'shilib, uning qarshi chiqib, u yerdan chiqib ketdi misol. Demak, bu yerdagi narsa aniqligi, ya'ni zolim qarshi turish u Qur'oni Karim belgilagan yana bir prinsip. Zolim bo'lsa, uning itoat qilsa degan gap yo'q. Bu yerda xalqning qildigan ishi nima degan vaqtda, davlatning ichida podshoh, hokimiyatning o'zi davomli zulm taraf ketayotgan bo'lsa, uningga to'g'ri usul bilan shu zulmning o'zini qoldirish uchun yordamlashish, ya'ni har xil usulda. Ya so'z bilan, ya bo'lmaydi, uning xalqi to'g'ri yo'linish bilan qarshilik ko'rsatish, bundaq nima prinsipini qo'llanish orqali degandek, hozir jiqqi bundaq ishlar. Bundaq orqali davlatni shu indakka keltirib, mana ishni qilsang bo'lmaydi deb davlatni qonun to'g'ri ijro qilish, to'g'ri o'zi qonun chiqarishga undash va uning o'zini shuni majburlash xalqning ishi degan gap. Shu Qur'oni Karimda nimaning o'zini davlatning raisini u bir odam o'zi men rais bo'laman deb o'tirib chiqish xato. U davlatning raisini xalq saylaydi. Qur'onda omonatni ahliga bering degan ibora bor. Bu omonat degan nurg'un narsaga ma'no. Masalan, bir odam birisiga binas opirib berishni qilgan bo'lsa, u omonat bo'ladi. Xalqniki davlatniki raisni saylashdan iborat. Ya'ni davlatning xalqning qo'lida saylashdan iborat bir narsa bor. Bir o'zi huquq bor. Shu huquqni amal ish qilish orqali to'g'ri odamni saylash. Bu o'zi bir vazifa. Demak, xalq u yerda davlatni boshqarayotgan odamlarni har jihatdan o'zi to'g'ri boshqarishga qistash orqali davlatni to'g'ri etmanish xalqning ham vazifasi degan gap. Ko'zni yumdikin bo'ldi podshohga bo'ysunsak bo'ladi deb lekin u yerda o'ltirib yurish xato. Shuning uchun Qur'oni Karim nurg'un yerda podshohlik qarshi turgan ahvollar tasvirlandi. Bu nima uchun degan vaqtda podshoh zolim. Zolim podshohlikka qarshi turish u bir vazifa. Ya'ni Qur'oni Karim adolatni barpo qilish orqali barobarlikni vujudga chiqarish. Qur'oni Karimning maqsadi bu. Agar u yerda zulm bo'lsa, zulm degan barobarlikni yo'q qilish degan gap. Qur'oni Karimning tub maqsadiga tamoman zid keladi degan gap. Shuning uchun zulm bayani o'zida yoki xalq u yerda davlatni vayron qilayotgan shart ostida agar o'zi vayron qilishga bo'lmaydigan bo'lsa, agar vayron qilishga tegishli bo'lsa, davlatni vayron qilish bedligi bo'lsa-mu, u yerda o'zi nima qilish kerak? Adolatni tiklash kerak. Masalan, bizni vatanda misol olsak, vatanda Xitoy hokimiyati irqiy qirg'inchilik qilyapti. U bizning vatan Xitoy besib olgan bir tuproq. Bundaq bir shart ostida buni qarshi turish bizniki tub maqsadimiz.
biz adolatni Xitoy orqali emas, u vatanni qutqizish bilan, vatanni mustaqil qilish bilan o'zimiz qonun tuzash orqali o'zi u yerga adolatni o'zimiz tiklashimiz kerak. Xitoyning adolatining bizga keragi yo'q. Chunki biz ayrim davlat bo'lib kelgan bir millat, u vaqtda biz Xitoyga o'zi Xitoy hokimiyatiga yoki Xitoyniki o'zi davlat ma'murlariga bo'ysunishning o'zi yana bu vojib deb o'tirib millatni nimaga Xitoy hokimiyatiga bo'ysundirib berish bu butunlay o'zi to'g'ri kelmaydi degan. Ammo u yerdagi yana bir narsa bor. Yana bizniki kuchimiz yetmaydigan, biz o'zimiz hozir emas vaqtning o'zida bunda davlatga bo'ysunsak bo'lmaydi deb lekin xalqni yetaklab chiqib, u yerda millatni vayron qiladigan ish bo'lsa, u bo'lmaydi. U yerda hamma narsa tartib bilan shu narsani o'z yo'li bilan eng yaxshisi qon to'kmagan shart asosida hal qilish bu eng yaxshi ish. Chora bo'lmagan vaqtda u vaqtda qon to'kadigan gap. Amalning berish qon to'kmay hal qilish bu Qur'oni Karim talab qilgan narsa. Eng oxirgi chora Qur'on bilan hal qilish misol. Shuning uchun bu yerdagi bizda bunday ishlar jiq bo'ldi. Bu hokimiyat nimalqi kafir hokimiyat buni qarshi tursak bo'lmaydi deb lekin o'tirib chiqib pichoq chado bilan misol ish qilgan odamlar bor. Bu to'g'ri narsa emas. Bu Qur'oni Karimdagi A'iddu lakum mastata'tum min quwwa degan oyatniki prinsiplari tamamen zid. Biz o'z kafirlarga o'zimizning dushmaniga taqobil turish uchun unga yetarli holatda ilm, yetarli holat saviya, ya'ni har jihatdan askar jihatdan olsun, har jihatdan unga bizniki tayyorligimiz bo'lish kerak. Tayyorligimiz bo'lmay turib lekin u yerda buni qarshi chiqmasak bo'lmaydi ekan deb lekin bir tal oyatni tutib lekin o'tirib chado pichoqni ko'tarib chiqsak, u yerda o'zimiz yoki nurg'un odamni agashtirgan bo'lsak, u agashtirgan odamimizning o'zini ham halok qilgan bo'lamiz. Shunga bu kurashning o'zida uningga layoqatli bo'lish kerak. Ya'ni o'zalqi qilayotgan odamniki, ya'ni bosh bo'lgan, rais bo'lgan odamniki kurash qila oladigan shu o'zining dushmaniga qarshi kurash qila oladigan irodasi va bilimi uning loyiq bo'lish kerak. Ikkinchidan o'zi uning iqtisodiy jihatdan va askariy jihatdan tayyorlik bo'lish kerak. Uningdan o'zi shu urushni qildigan makon va zamonni to'g'ri tanlash kerak. Agar o'zi bunday shartlarning o'zini to'g'ri qila olmasa, u vaqtda uzum pishmay turib ochiq narsani yeb olgandek, g'o'rni yeb olgandek bo'lgan gap. O'rik pishmagan o'rikni yeb olgandek o'zi bo'lib qolgan gapda, shuni ziyonni o'zi tortilgan gap. Shuning uchun har narsaniki o'rni va vaqti va uni tayyorlagan shart sharoitlar hammasi to'g'ri bo'lgan vaqtda bo'lgan gap. Qur'onda o'zalqi وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ degan oyatlar bor. Atrofdagi odamlar maslahatlashib, hamma ishni pishirib, har ishning o'zini to'g'ri shu qilsak bo'ldi degan kelgan vaqtda uni degan Alloh taolo tavakkul qilib ishni boshlasa, vallohu yuhibbul mutawakkilin deydi oxirida ashniki. Alloh ashundoq tavakkul qilgan odamni yaxshi ko'radi deydi. Hech ishdan ish yo'q, u ishning o'zini qismzodi amalga oshmaydiganligini o'zimi va atrofdagi odamni 100% bildigan turug'lig'in o'zini parvondek o'tga urish bu butunlay o'zini halok qilganlik, u odamning o'zini mujohid degan bo'lmaydigan odamlar. Misol, u jihad qilganni hisob kirmaydi. U insonlarni o'zini halok qilgan insonlar qatoriga kiradi. Şoňalky misal Yusuf Aleyhisselam'daki vakaligini misalga alsak bolady bununda. Yusuf Aleyhisselam özü peygamber bolsa-mı Mısır'ın padişahıga özü galba kıldıgan bir şarait keç arlykda aşnyň sözüge boysunup şunuki öz emride iş kılgan. Ta ki en ahirki nişanga yetkiçilik sabr kılıp en ahirki nişanga yetdi misal. Hodi şuna oxşaş bu ýerdeki näsini fursat degen bir näsi var, şart şarait degen näsi var. Aş näslerin hemmesini hazırlamay turup, onu özü onuňa tirişmay turup, andakin bir gündür çıkıp lekin ma kapirdeki bunu boysunsak bolmaydy dep oturup çıkıp lekin bir qotan adamyň özüni ölümge tutup beriş, bu bütünlay özü milletke hyýanat kılganlygy hesaplandy. Şoňa Qur'oni Kerimde layaqatni, misal bir işden beşik kelgen adam karta layaqatnyň özüni nim kıldy?
surishti qiladi. Layoqat deganning o'zi bir odam bir tashkilotni qurib, vatanni ozod qilish uchun bir tashkilot qurgan bo'lsa, u tashkilotni qurgan odam vatanni ozod qila olgan bir irodaga va ilmga ega bo'lishi kerak bu odam. Xalqni to'g'ri yetaklab, shu vatanni ozod qila olgan yo'lga to'g'ri manga olgan bo'lishi kerak. Shu vaqtda o'zi bo'lgan narsa u. Bo'lmasa o'tirib chiqib lekin bir mollamning o'zi qala Nabiy alayhisalom yoki qala Alloh taolo deb lekin jihad oyatini o'qib lekin hurriya deb lekin o'zi chiqsa, u vaqtda hech qanday ish bitmaydi. O'zim halok bo'ladi va boshqa insonlarni halok qilgan gap. U vaqtda u odam jihad qilganlik hisoblanmaydi, jinoyat ishlaganlik hisoblanadi. Allohning oldida va xalqning oldida jinoyatchi bo'ldi degan gap. Xo'sh. Bu gap toza ig'ir ketgan bo'ldi-da, ba'zi qarindoshlarimizga ham. Hay Alloh. Ahmadjon, bor tushgan savol bilasizmi? Shuningga bu hokimiyatga bo'ysunsak bo'lamdi degan savolniki javobi qisqa vaqtida adil hokimiyat. Yani hamma odamniki barobarligini ta'minlaydigan, hamma odam adil o'zi hukm ijro qiladigan bunda hokimiyat bo'lsa, Qur'oni Karimning shu prinsiplariga uyg'un keladigan bu vaqtda uningga o'zi bo'ysunish lozim degan gap. Agar u adolat bo'lmay u yerda xalqqa o'zi zulm paydo qiladigan bo'lsa, u amalni ber shu zulmni yo'qotadigan tarafning o'zini ashadagi xalq hokimiyatga bir o'zi bir xil usul bilan qarshi turish orqali hokimiyatning shu zulm qilish tarafini o'zini amaldan qoldirish kerak. Agar amaldan qoldirmay bizni qo'limizdan nima keldi deb yozsa, u xalqning o'zi jinoyatchi bo'ldi degan gap bu yerda. Shuning uchun har qanday odam shu bilmagan narsaningki dushmani deb o'zimiz musulmon turib, islomni shuar qilib turib, Qur'onimiz qo'limizda bor deb turib, ya'ni-ku shu Qur'onni yaxshi bilmagan vaqtimizda oxiri biz shu Qur'onga xilof bo'lgan ishlarni qilish orqali islomning sha'niga dog' tekizadigan ishni qilib solamiz. Shuningga bir tasbih ish bo'lmagandan keyin zodi Qur'oni Karimningki ba'zi tarjimalari xato bo'lgan taqdirda lekin Qur'onni to'liq o'qib, tushunib, o'qishga shuni o'zimizga odat qilib, o'zimizning ishlayotgan dinini aqida jihatlardan bo'lsin, mayli fiqh jihatlardan bo'lsin, uning yomon jiq bir hukmi yo'q hamda bu jihatdagi oyat yig'ib kelsinmi, 500 tal oyatga bordi yoki bormaydi. Ammo lekin shu Qur'ondagi barliq oyatlarni, suralarni bir-biridan qanday bog'lanishi va uningki ma'nolari to'g'ri qanday tushungan chog'da undan keyin to'g'ri ishni to'g'ri qilib bo'ladi, to'g'ri shaklda. Bularga foydasi bor deb tushunamiz hamda shuni tavsiya qilamiz hamda qarindoshlarga. Boshqa bir maqsadimiz yo'q hamda. Şu aşında xalqi o'zining sharoitini, o'zini kurash qiladigan yerini, masalan, bayt dedik-da, makon va zamon dedik-da. Buni to'g'ri tanlamagandan keyin, to'g'ri o'zi Qur'oni Karim ko'rsatgan bo'yicha qilmagandan keyin u ziyon u odamning bo'ldigan gap, boshqa odam bo'ldigan. Masalan, bizning qarindoshlarimiz necha ming kilometr yo'lni besib, o'zimizning vatanni tashlab o'tib, o'zimizning dushmanni ayirib qarib qo'yib, dushmanni to'g'ri tanlamaganligi uchun boshqa yerga kelib, boshqa o'zimizga hech aloqasi yo'q. Do'st dushmanlik nemisida hech qanday aloqasi yo'q. Bir yerga kelib, bekor turib bir dushman bo'lmagan insonlar qarta o'q etib, nurg'un qarindoshlarimizning o'lib ketganligi bilan mustabab. Bu xato bir o'lim degan gap. Bu jihad emas bu. Bu o'z to'g'ri inqilob emas degan gap. Shuning uchun halqi o'ziniki dushmanni ham to'g'ri tanish kerak. Undan keyin o'zi o dushmanga qarshi kurash qilishdimi ham shart sharoitdaymiz, vaqt va zaman va makon deymiz. Bu narsalarning hammasini to'g'ri o'zi mo'ljallash kerak. Dushmanni to'g'ri o'zi tanish kerak. Dushman to'g'ri tanigan vaqtda nima bo'ldi desa, u dushmanning kuchi qanchalik, bizning kuchimiz qanchalik, buni tortib hammaning o'zini to'g'ri tanish, to'g'ri o'zi mo'ljallagan vaqtda andaki o inqilobning o'zini to'g'ri qila oladi degan gap.
O 4 adam oturup çıkıp Allahu Ekber deb oturup çıkışıverella, o iş hal olgan bundaq narsa yok dünyada. Tarixten buyon zaten bundaq narsa bo'lib bakmagan. Şoňa özümüzdeki işe kelgen wagtda, mesela mustaqillik işlerimiz kelgen wagtda özümüzdeki düşmeni kim? Özümüzün dövleti nerede? Özümüz hazır qandaq işni qila alaymiz? Düşmanımızın kuch qayerdan qayerga geçilik, bizning kuchimiz qayerdan qayerga geçilik. Bundaq narsani hammasini to'g'ri o'zi tushunishimiz lozim. Düşmanning ojizlashini o'zimizni qandaq qilsak kuchlantiramiz, shuning o'zini ashuna qarta yo'l mengishimiz lozim. Bir kun emas, bir kun zaten bu o'zimizni dushman kuchaytirgan bir holat shakllandi. Shu vaqtning o'zida bu ishni qildigan gap. Bo'lmasa hech qanday ishdan ish yo'q. Andan keyin besh patma odamni o'limiga tutib berish, ölüşüne sebep buluş, boşa bundaq işlarni qilish bu cihat hisoblanmaydi, ham jinoyat hisoblanadi bundaq narsa. Mesela Kur'an'daki bazı ayetler var mı şu? Şu uruş doğruluk, cihat doğruluk, neçe min perişteler düşüp yerden kıgallık, doğruluk maşında kılmamızda mıhlagan, mınagan, itikadımız bizde müstehkem bozulan, Allah'a olan işlemçimiz %100 de bu olsa, Allah bizge asmandan periştelerini düşürüp yerden kıpırdı deydigan. Bu doğru mu bu? Hem de tarixda misal Peygamber Aleyhisselam misal alsak, Peygamber Aleyhisselam zamanısında hech qanday bir perişte düşüp Peygamber Aleyhisselam'a ve şu vaqtdagi musulmonlarga yordam qilgani yo'q. Aşağı 3000 perişte düşürsek yeterlik bo'lamdi, 5000 perişte düşürsek yeterlik bo'lamdi degan oyatning oxirisida aşu liyatma'inna degan ibora bor. Sizlarniki ko'nglingiz xotirjam bo'lsin uchun buni qildik deydi Alloh taolo. Bu nima degan gap degan vaqtda osmondan biz perişte tushirmadik degan gap. Demek peygambergimi, peygamberin zamanı peygamber uruş katlaşkan bir zamanın özüdü Allah Teala periştini düşürüp peygamber başçılığındaki Müslümanlığa yardım kılan emez. Bu nemini bildirdiyse insanlar öz iktidarı ve öz küçük tayinişlerini bildirdi. Onun için Allah Teala Kur'an'da "E'iddu lekum mestata'tum min kuvve" deydi. Aş düşman küçüğün yetkidek halette siz kuş tayarlanın deydi. Eğer biz Müslüman olup koysak, kalan kuşun özünü Allah Teala tayarlap bergen iş olsa, bu gapni Allah Teala bizge demeydi. Şunun için bu yer tayarlık kılış hemme cihetten, Kural yarak cihetten, iqtisad cihetten, askeri cihetten, ilim cihetten, hemme cihetten öz tayarlık kılış bir devletni kutkuzma degan adamlar olsa, onun vazifesi degan gap. O devlet kutkuzuşun özü dua tekbir bilen, yoki bo'lmaydi o düşmanning özünü qag'ab qo'yish, tillab qo'yish bilan o'zi hal bo'lgan masala emas. Hatta biz periştelerni tushirguchi bo'lmadik degan to'g'riliqmi oyatda bu deymi? Nima? Biz periştelerni tushirguchi bo'lmadik degan ma'noda oyatlarmi bormi deymi? He, elbette şu bay okuyan ayetin özümü Allah Teala aşın dep ahiriste liyetmeinne diyen kelimeni işitişinin özü bizde bir gap var o mesela bir balıdan iki balının özüne uruşsak koysak o besniki akısta ata-anası yok ya dost biraderleri yok. Besniki akısta dost biraderleri ata-anası var ya dost biraderleri var. O sen özü kuşiyette aciz boz mu? Karşı tarafga o'zi vaqtida biz bojmo qo'rqma degan bir gapni qilgandan keyin u yurak paydo bo'lib sal kuchi jiqaroqmi kuch yetilgan ishlar bo'ldi dunyoda. Nima qilsa hayvidan qarshi taraf qo'rqdi. Qo'rqishning o'zi u odamnikini ojiz holatga tushirgan gap. Xuddi shunga o'xshash Alloh taolo u yerda 3000 perish tushsak bo'lamdi, 5000 perish tushsak bo'lamdi deb bo'lgandan keyin oxirida sizniki ko'ngilni xotirjam qilish. Yani iradeni aşırış, yani iradelik buluşunlar için bu gapni qildik. Ameliyatda biz perish tushirganimiz yo'q degan gap bu yerda. Uning o'zini rivoyatini qilib, qamchi tekkanligini qamchi bilan shu 5 yil nimalar yerilib ashundoq o'lib ketgan odamni ko'rganligi to'g'ri ashundoq hikoyani qildi. Undaq bir ish bo'lgan emas u Payg'ambar alayhisalom zamonida. O hatta perişteler şu melekte aladigan nimalar? Kur'an-ı Kerim'de. O perişte düşüncemiz mi bizim Kur'an'ı emas. Değil mi? Biz bu da perişte deganimiz osmondan tushirgan binasi qanotlar debchi mana tushunib Undaq perişte emas. Shu Qur'onning o'zida nima melek degan kelimani tarjim qilsam shuni chiqdi.
Masalan, inson kelgan chog'da iqtidor atrofimizdagi tuproqqa kelgan vaqtda alohidlik. Masalan, shu payg'ambar alayhisalom mana shu nimaga Badr urushni qilgan vaqtda kelgan kelib tushgan yerga sahobalardan birisi ya Rasululloh sen o'zingniki raying bilan o'sha yerga tushdingmi yoki bo'lmaydi Alloh taolo shundoq buyurdimi degan vaqtda o'zimni ray bilan deydi. Alloh buyurmadi degan gap. Degan vaqtda urush taktikalarini bildigan sahobalarning o'zi u yerda nima deydi? Bu yer to'g'ri bo'lmaydi bizni tushkunimiz bu yerga. Biz nima sonimiz oz. Biz tog'niki bag'riga tushishimiz lozim. Chunki nima qilish oq tarafdan dushman kela olmaydi. Degandagi u yer qumg'u degandagi qum mau nimadan zaykash yerdan yaxshi deydi. Shuni u urush boshlang'ich orliqda nima yomg'ir yig'ib keldi. Yomg'ir yoqqandagi qumning tepasiga yomg'ir yoqqandagi asfaltdek bo'lgan gap. U nimaning o'zi zaykash yerni o'zi toyg'oq bo'lib, putiga 5 batman patqoq chaplashib odam o'ng'ayda herib charchaydigan gap. Shuni u yerda 1000 odamning o'zini 300 odamning o'zi yengib qildigan gap. Demak, bu yerda odamniki oz ko'p bo'lishi emas, u yerda taktikani to'g'ri, strategiyani to'g'ri o'zi nima qilish, tanlash bu halqi urushda insonlarning g'alaba qilish, g'alaba qilmaslik bilan munosabatli degan gap. Yerdagi shu quvvat, malika, malak, farishta Atrofidagi aloyidlikdan, o'zining jasoratidan foydalanishning o'zi bu malak shu degan gap bu yerdagi. U osmonda tushgan bir malak emas degan gap bu. Bu yerdagi iqtidor bilan shu oyatni oxirida tanisa 5 tal alohidligini o'tirib qo'ydi Alloh taolo. 5 alohidlik nimani bildirdi desa, 5000 farishta degan kelimaning tarjimasi shu. O'sha yerdagi alohidlik shu. Bu yerda nima deydi desa, askarda jasoratli bo'lish, qilgan ishiga ishonish, ya'ni cho'qim g'alaba qilamiz degan iroda bo'lish, birlik barobarligi mukammal bo'lish, atrofidagi o'rinlardan yaxshi foydalanish, strategik o'rinni to'g'ri tanlash. O'xshash shunday 5 xil narsa bor o'sha yerda bayon qilingan. U 5 xil narsani Alloh taolo nima deydi desa, 5000 farishta bilan tasvirlaydi. 5000 farishtaning qanotlarini nima qilib o'zi kaptadek uchib kelgan farishtani ko'rsatmaydi. Shu yerdagi alohidlikni ko'rsatgan narsa degan gap. Shuning uchun bu halqi urush qilish bo'lsin, har qanday bir ish bo'lsa, u inson o'zining aqlini ishlatib, shu yerdagi o'zi foydalanadigan sharoitlardan to'g'ri foydalanish, Alloh taoloning malaklardan to'g'ri foydalanishni foydalanganlikdan darak beradi degan gap. Ma'lumki Çanakkale to'g'riliq yozilgan kitob bor ekan, o'qisam degan. O kitobda shu Muhammad alayhissalom Çanakkale urushini kelgan deb yozilgan. O darajada insonning aqli ketolmaydigan yolg'on yomaloq narsalar bilan xalqni yenichi ozdurmasda. O kadar ko'p fidokorlik qilib 36 davlatga qarshi urushda oxiri shunda ko'p fidokorlik qilib, undan keyin qo'g'dab qoldilardi. Çanakkale'da o'tkazmaylardi. Onu yeni kelib Muhammed alayhissalom shu urushga kelgan deb. O'ylab qolgan adam qanday keladi? Bu Mustafa darajada Kemal'daki yozgan narsida shu 1 dunyo urushi vaqtida yozgan narsida nima deydi desa, bizga Alloh yordam qilmadi, boshqa bir insonlar yordam qilmadi, biz o'zimiz g'alaba qildik degan narsa bor. U nimani bildirdi desa, Allohga o'lqi nima Alloh ishonmagan bundaq bir narsani bildirmaydi. U yerda u odam dinni to'g'ri tushungan odam. U dunyoning ishlarini inson o'zi qildigan gap, o'zini kallasini ishiltib qildigan gap. Shuni qarta deyotgan gap bu. Bazı ayetlarda ma'lumki shu itimisir Tolqotun, Qari, Mois aşılar üçün siz cihat qılınlar deb Allah o'zi buyurdi shundami ya? Ularning ham misollarni qo'g'dash uchun, ashlarning erkinlik uchun debchi. To'g'ri. Boshqalar yordam qilinglar, yetimlarga yordam qilinglar degan chaqdami shu bizga buyurdi o'zicha. Biz Alloh sana yordam qilsin deb qoplan qutulamiz bu ishdan endi. Shu. Ahmetcan bir başka savol binasi bormi? Boshqa savollama tushmadi birodar. Endi mazhab degan vaqtimizda o'zida
shu zamon makonga xos bo'lgan ko'z qarashlardan shakllangan tushuncha ekanligini hozir his qildik, bildik. Bu Qur'on Karimning prinsiplari asosida o'tirg'i chiqadiganligi, shuning tayinliganligini o'rgangan bo'ldik. Boshqa do'stlarning shu mazhabni yoqilishi to'g'ri deb qarashimi shu zamon makonga xoslashtirib turib qabul qilganligini biletdik hamda. Bugungi kunlikda hamda o'z biz biladigan 4 mazhabdan eshib bu e'tiqod, ahkam, aqida sohalaridami mazhab nomi bilan shohlanib ketgan ahvollarni ko'rdik. Endi bu kadar jiq nimaga qandaq bo'linib ketadi yoki bu kadar shohlanib ketadi degan shakldagi fikrlarga nisbatan ba'zan qarindoshlarningki Peygamber Aleyhisselam'ın hadislerini birini şekil keltirib 73 firqaga bo'linib ketadi. Bir firqa cennet qolgani mandaq degan shakldagi narsani ekilib aşağıdan aşu bu bir hikmat degan shakldagi bir narsa o'tirg'i chiqadi hamda. Ammo Qur'on-i Karimdagi tüp prinsip oyatlardan kelgan mazmunlarga qarab baksak Allah'ın ağamsız için esliş karakterdeki ibareler var. Yani bunun Aynen. bölünmezlik fakat bir noktada esliş ta'kidlangan endi. Mushaqda yani kichik bir narsa qo'shsak, programma uzra ketmaslik uchun men shuni tavsiya qilaman endi. Buniki hozir biz e'tiqodiy mazhab, ahkam mazhab deb bu ikki narsaga bo'lgan bo'ldik. E'tiqod mazhab kelgan vaqtda yuqorida siz degandek Alloh taoloning dini, ya'ni Qur'oni Karimda iborat bu narsaning prinsipiga. O prinsip nima desa, aqida sohasida Allohga, malaiklarga, kitoblarga, payg'ambarlarga, oxiratga ishonish degan gap. Bu shu 5 ishonishni asos qilgan holatda e'tiqod tuzab chiqish bu o'zi to'g'ri degan gap. Uni bilinishga bo'lmaydi. Har odam o'zi ayrim Xudo yaratdi, bundaq qilishga qat'iy bo'lmaydi. Ayrim kitob paydo qilishga bo'lmaydi. E'tiqodni bilinishni Alloh taolo to'sidi. Buning uchun o'zi bu yerda va tasimu bihablillahi jami'an va la tafarraqu degan oyat, ya'ni oxirgi innallazina farraqu dinahum va kanu shi'an lasta minhum fi shay degan mush oyatning hammasi nima desa, uni o'z mazhabga olib verish butunlay xato ekanligini bildirdi. Hamda tarixda o'tgan e'tiqodiy mazhablarni buni boy deganga o'xshash, qanday paydo bo'lgan degan vaqtda aslida ular e'tiqod jihati bilinib paydo bo'lgan emas. Faqat oldiki lider bo'lgan insonlarni qo'llaydigan insonlarning bo'linishi bilan bo'lgan. Yani birisi A'ni lider qilamiz degan, birisi Ma'ni lider qilamiz degan deyish orqali bo'lingan. Hem keyingi vaqtlarda onunla ayrim e'tiqod yezib chiqish orqali bundaq o'zi ayrim bir din e'tiqodi sohadagi bir dinning o'zini yaratgan insonlar, ammo bu insonlardagi eng chong xatolar e'tiqodi bo'lgunchilik. Ham buning ikkinchi qismi degan vaqtda ikkinchi qismi ahkam, ya'ni qonun sohasidagi nimalar, mazhablar. Bu qonun sohasidagi mazhablar yuqorida biz deb o'tgandek İmam Ebu Hanif deymiz, İmam Ahmed deymiz, İmam Şafii deymiz, İmam Malik deymiz. Muşlarning hammasi orliqda bir tarafdan 40-50 yildan farqli bundaq zamonda yashagan, yana tarafdan ayrim yerda, yani farqli makonlarda yashagan olimlar. Buniki bu qonun jihatdan bularga yozgan narsalari tamoman to'g'ri emas. Yana bir qism xato yerlari bor. Misol boy biz deb o'tganga o'xshash zinaxo'rni chalma kesak qilish deganga o'xshash, ayollarning ovozi harom deganga o'xshash, misol ayollar podshoh bo'lish harom deganga o'xshash, prezident bo'lish harom deganga o'xshash, ayollar ishning beshiga kelsa, u ishning o'zi mangmaydi deb, u ayollarning ishni beshiga akamas, yani akilishni harom deydiganga o'xshash, murtadni o'ldirish deganga o'xshash, misol murtadni qini halol, xotni halol degan o'xshash mushundaq narsalarning hammasi desa, bu e'tiqodiy mazhabniki nima o ahkam sohasida nihoyat xato bir ahkamlarni chiqarib o'tganlik hisoblanadi misol. Bu hech bir zaman Qur'oni Karimdagi prinsiplar to'g'ri kelmaydi. Ammo hokimiyat sohasida bu diniy sohadagi ahkamlar bular, diniy sohadagi ahkamlarni hokimiyatniki qonuniga aralashtirish islom dini cheklaydi buni. Masalan, bir davlat olsa, o davlatniki qonunda namz o'qimagan odamni jazolaymiz.
Müslüman bo'lmagan odam jazolaymiz deganda qonun tuzish u butunlay xato. Bu o'zi ixtiyor bir ish, u bir. Uning ustiga ikkinchi tarafi uniki jazosini yoki mukofotini Alloh taolo bergan ish. İnsanlar uni talashishga qat'iy bo'lmaydi. Yani Allah ve insanın arasındaki ish, inson uning o'zini men jazosini berman, namoz o'qimagan odamning, iymon etmagan odamning jazosini men berman deyishi butunlay o'zi Qur'oni Karimdagi zid, yani Alloh taoloniki huquqining o'zini talashganlik bo'lib hisoblanadi. Bu butunlay xato. Endi mana bu qolgan ahkam sohasidagi jamiyatdagi bo'layotgan inson bilan inson o'rtasida bo'lgan ishlar qarta qonun chiqarishni Alloh taolo insonlarga bergan. Bu qonunning o'zini qanday chiqardi degan vaqtda Qur'oni Karimdagi prinsip asosida. Masalan, o'g'ri qonun chiqarmoqchi bo'lgan bo'lsa, o'g'riga bergan jazo qanday degan vaqtda o'sha yerda bima kasaba degan oyat bor. Oyat var shu kelimning oxirisida. As-sariq va as-sariqatu faqta'idihum bima kasaba degan oyat var. Bima kasaba bir prinsip. Bima kasaba nima degan desa, olgan melik qarta. Yani qanchalik bir narsa o'g'ilgan bo'lsa, shu o'g'ilgan narsaning qimmati qarta jazolash degan. Adolat bu degan gap. Yani bir odam shunday o'g'il qilsa, uni o'zi qo'lni qonga kesganda kesib o'tish u butunlay xato. Qur'oni Karimning prinsipiga to'g'ri kelmaydi degan gap. Xuddi shunga o'xshash misol boj qonunidir, siyosiy qonundir. Mesela siyosiy qonunning o'zida Alloh taolo siyosatni belgilama nima degan vaqtda lakum dinukum valiyadin degan prinsip asosida siyosat belgilash. Ya'ni davlat ichidagi ma'murlar davlat fuqarolariga uniki dinini surishti qilmaslik. Qas dinda nima qiladi? Uni dinini surishti qilmaslik, faqatla uniki salohiyatini surishti qilish. Ya'ni Qur'onda Qur'onda uniki amonat ahliga berildi deydi-ku. Amonat ahliga berildi degandan o'zi nima desa, men bir yerda ishga kirgan bo'lsam, shu ishni qila oladigan qarta meniki o'zi qo'limda qog'ozim bormi yo'qmi? Men o'shni ashni bilamanmi, uni hodisini chiqarammi, chiqarammi? Ahliyat yani mana shu vaqtda. Ahliyat surishti qilish bu o'zi o ish bergan odamniki vazifasi. O ahliyatning o'zini surishti qilmasa, o ishi mangmaydigan gap bu yerda. Ammo u yerda Alloh taolo hech bir zaman dinni surishti qilganlar yoki millatini surishti qilgan degan bir narsa yo'q. U vaqtda davlatning ichidagi nurg'un millatlar birga yashagan bo'lsa, bir davlatning ichida qaysi millat bo'lishidan qat'iy nazar va qaysi dinga e'tiqod qilgan odam bo'lishidan qat'iy nazar, u ishniki hodisini chiqaradigan bo'lishi kerak. U ishni biladigan odam bo'lishi kerak. Buni berish bu Qur'oni Karim belgilagan bir narsa degan gap. Uni Payg'ambar alayhisalom zamonida Payg'ambar alayhisalom ashunday ijro qilgan, masalan Makkadan Madinaga hijrat qilgan vaqtida Payg'ambar alayhisalom qanday qildi desa, yo'lni biladigan bir mushrikning o'zini yo'lboshchi qilib tayinlagan. Gerçi mushrik olsun. O adam Müslümanı qilay demagan. Nima qilsa, u odam yaxshi yo'lni yaxshi bildiganligi uchun uni ish qilgan. Demak, ishni bildigan odamga berish ish egisi. Bu o'zi nayte Qur'oni Karim o'tirib qo'ygan narsa. O yerda meniki diniy qarindishimga yoki meniki millatimga mushunga beray degan vaqtida u ish mag'lub bo'lgan gap. U bilmaydigan bir odam bergandan keyin bu yerda o ishni qilolmaydi, o'zini chiqarmaydigan gap. Shunga o ish oldiga mangmay, oxiriga manggan gap. Shunga bu yerda Alloh taolo deyotgan nima degan vaqtda ishni ahliga beriladi deydi. Ahliga berish degani prezidentni tortib, masalan, davlatning prezidentini saylaydigan vaqtida xalq o prezidentlikka kim eng loyiq? Masalan, 4-5 odam nomzodga tushgan bo'lsa, shu prezidentlikka loyiq bo'lgan, eng loyiq bo'lgan odam kim u? Shuni yaxshi bayqab turib, shuni berish xalqniki vazifasi degan gap. Uni bermaydigan, men musulmon, odam yamanbek o'qiyotgan, dinda o'qiyotgan mollamga ashunga beray desa, u mollam faqat namoz o'qish, ro'za tutishni biladigan gap. O siyosatni bilmaydi, munosabatni bilmaydi. Bilmagandan keyin u xalqni xalta ko'chirib boshlagan gap, jamiyat taraqqiy qilmaydigan gap, u millat o'zini qutqizolmaydigan gap. Shuning uchun u yerda mollamligini qilish kerak, siyosatchi siyosatni qilish kerak. Her odamniki o'z o'rni qarta, insonlar uni to'g'ri o'rin qo'yishni va uni to'g'ri odamga ergishishni o'ziniki vazifasi qilish lozim. Unda qilmasa, u millat hech bir zaman nima qilmaydigan gap. Shu bu ahkam sohasida nima desa, qonun sohasida mushundaq yerni surishti qildigan gap. Misol, boy deganga o'xshash,
Biz bir iskilat işlesekmi, o iskilatda hazırki vaqtda yük götürülgen maşinlar var. Aşına haydaydigan andaqı kağızımız oluş gerek bu yerde. Onu haydashni bilmesek, abir bir yer üstürsek, birmincha o'zi malga ziyon soladigan gap. Ya bir odam üstürib o'ldirib qo'ysa, nima qiladigan gap. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda ahli bo'lishni nima qiladigan gap. Siyosatdimi, masalan, munosabatdimi yoki bo'lmaydi, ish berish nimalardimi? Har qanday bir ishda uniki ahli bo'lishi bu Qur'oni Karim ta'kidlagan bir nima degan prinsip degan gap. Shuning uchun Qur'oni Karimdagi har bir prinsipi, siyosatga qo'ygan prinsipi, jamiyatga qo'ygan prinsipi, haq huquqqa qo'ygan prinsip bo'lsin, yoki bo'lmaydi, bojga qo'ygan prinsip bo'lsin, yoki bo'lmaydi o'zi yana nimaga ish berishga ish qilib shu davlat ichidagi butun ishlar qo'ygan prinsiplarni tortib chiqib, shu prinsipga uyg'un qonun tuzash va u shuning loyiq odamlarni uni qo'yish bu Qur'oni Karim ta'kidlagan bir narsa. Shuninga Qur'oni Karimdagi prinsiplarga to'g'ri amal qilgan vaqtda Alloh taolo ashunday mushunda g'albalarga erishsa degan shu g'albini qo'lga keltirib olgan. Chunki ahli bo'lgan odamning o'zini bizlar mo'lliq umroq ham odam. Bir odam o'zi qiroatni yaxshiroq qildimi, tashkilotning beshiga ash odamning o'zini chiqarib qo'ydi. Boshqa ne siyosat bildigan, o siyaset o'qishning siyosatning o'zida o'qish tugagan shunday bir odamni bo'lsa-mu, o Sörpatani o'qiydigan odamchilik apti yo'q misol. Ashning sababidan biz bu kun qilib qo'ygan gap. Shuning uchun bu yerga narsa nima degan vaqtda mollalar siyosatga esilmaslik lozim, bilmagandikin. O o'zligi jamoat namzoqligiga ishlatib qilish lozim. Boshqa uni qo'lda kelg'ash, o'zini o'qish, ish yo'g'andikin. Bir yerda balani yig'ilib, balaning o'zini olim qilamiz deb, u yerga kesh Qur'on o'qitish orqali uni olim qilamiz deb, unda ahmoqona ishni qilmaslik lozim. Qur'on o'qish, Qur'onni yodlash hozirgi vaqtda olimlikka kirmaydi. Hozir eng jahil odam qorilar masalan. Unda bo'lgandan bu hozir olimning nima desa, hozir zamonaviy ilmni bildigan bo'lish lozim, shu vaqtda olim bo'la oladi. Unda desa, qabul ketib nurg'on odamlar. Qabul bo'lish hojat yo'q. Shunga her adam özünün haddini biliş lazım. Tayyip Erdoğan'ın bir gibi var, haddini bil deydigan. Haddini biliş lazım. O haddi degan nima desa, men muşu dairenin içindeki bilimni bilime, men muşu dairenin içinde hareket qilsam, bana to'g'ri keldi deganni bila olish lazım. O vaqtda o'zi bilmaydigan doiraga kirmaslik lazım. O da o'zi shuni bildigan odamga berish kerak o'rinni o'zini. Shu vaqtda o odam to'g'ri qilgan bo'lgan gap, o ishga mangdigan gap. Şuna her bir adam o'zidagi bilim doirasi ichida harakat qilsa, o ish to'g'ri ma'noda, chunki u bilganligini to'g'ri qila oladi. Bilmagan ishga hamma narsani bilimda mollani hozir bilmaydigani yo'q. Bir molladan so'rasa, siyosatni so'rasa, o vaqtda Joe Bidenni yaratmaydi misol. Askarni so'rasa, general, marshalni yaratmaydi. Bundaq insonlar bor-da bizda. Bundaq odamlar insondagi eng nachir misol. Bir odam deganda bir tal narsani ya ikki tal narsani bildi. Yaxshi bildigan narsa. Bütün dunyodagi narsani bilmaydi u. Bütün dunyodagi narsani hammasini bilmaydi degan odamni sen hech narsa bilmayotgansan deyish kerak. Men arafa nefsuhu ümitti. Fakat Rabbahu. Rabbehu. Özünü bilgen kişi Allah'ını biladi. Rabbini tanıydı. Başkalarını biladi. Yani o'zini chek chegarasini bilgan odam boshqalarning qayerga keladi, boshqalarning bilim uni biladi, uni hurmat qilishni biladigan gap. O'zini bilmagandan keyin hammaga chapon selga uzun chapon berib sarlani kiyib olsa, butun dunyodagi bilimni bildiganda gör qilishga hech qanday hojat yo'q. Hech narsa bilmaydi zaten unday odamlar. İnivisiyalıkı meyli işgalayla yakumisa, özümüz teşkilat kurayla yakumisa bir ticaret kılayla. Bu şu adam ağam vaktimizde salayet ki karamdık ya ki sadakat kim o diyen çağda bu köpünçüraqı sadakatini tanlap salayet unutup kalıdığan işler oldu. Şunu ulan salayetsiz adamlar bir sadakatiki işini bergen nersini buzup koyduğan yerim yolda nurgun bizge
ziyan saladigan ishlar bo'ladi. Oxiri o'zimiz shu beshimizni qashlab, o'zimizni pishamizga boshlab o'tiradigan gap. Shunga sizlar degan nimalar men ayt to'g'ri hamda Qur'ondagi prinsip shu. İşni ehliga berish, prinsip bo'yicha ish qilish, hatto Muhammad alayhissalom eng oxirgi nabiy bo'lib bilib ketishidagi sabab bu. Yani Muhammed şöyle prinsipni qo'yib ketganda Qur'oni Karimda elchilik vazifasi bilan. Bundan keyingi ishlar odamni asos qilmaydi. Prinsipni asos qiladi. Bu din prinsipal bir din deganni bizga bildirdi deb o'ylayman. Gayet yaxshi so'zlar, Allah razı olsun. Eğer başka savol binasi bo'lmasa, qo'shimchalar bo'lmasa, eng oxirgi so'zlarni olsak. Başka sual yok mu? Yo'q, hozircha yo'q. Şu baş sual olmasa bunun xulası şu ki din prinsip belirlenen bir kitap. Hiç kaçan dinin içinde, Kur'an'ın içinde ilim, kanun yapılmaydı. Bunda bir narsa mevcut emas. Kur'an bütün ilimni öz içine algan degan gapning o'zi xato bir narsa. Bütün kanunni öz içine algan degan gapning xato bir narsa. Bütün siyaset Kur'an'da degan gapning o'zi xato bir narsa. Bütün ilimga, siyaset, kanun, her qandaq narsa insan ehtiyoj narsani hammasiga nima qildi desa, prinsip belgilagan bir kitap. Şeriat degan vaqtda şeriat şu prinsiplarga asosan tuziladigan bir qonun. Mazhab degan vaqtda mazhab hamda şeriat hamda umum bir so'z. Mazhab degan vaqtda her davlat, hozirgi vaqtda davlat misol olsak, her davlatniki yana bir davlatga o'xshamaydigan holatdagi prinsipni asos qilgan bo'lsa-mu, o'xshash prinsipni asos qilgan bo'lsa-mu, lekin u davlatning ichidagi o'xshamagan shart sharoitga asosan tuziladigan qonunmi o'xshamaydigan holatda tuziladigan gap endi. Mushunga asosan tuzilgan qonun nima degan vaqtda mazhab deb atildi. Bu qonun jihatda bundaq mazhablar Qur'ondagi prinsipni asos qilgan bo'lsa, ba'zan bir yerlari aniga o'xshamaydigan chiqishining o'zi hech qanday Qur'onga zid bir narsa bo'lmaydi degan gap. Misal ba'zi yerda nimaning o'zini bojni ba'zan davlatlarda 20% oldigan bo'lsa, ba'zan davlat 10% oldigan bo'lsa, 10% olgan to'g'ri, 20% olgan xato deyishlik hech qanday hojat yo'q. Nima uchun degan vaqtda u 20% olgan davlat o'ziniki ehtiyojini ashunchalik olgan vaqtda qamday oladigan gap. Uning uchun oladi. 10% olgancha degan vaqtda u 10% olgan davlat sen bayroq davlat bo'lsa, u xalqi o'zini ehtiyojini o'ziniki yendek pulni qo'shib hokazo qilgan vaqtda 10% narsadan u ehtiyojni qamday oladi. Shuning uchun 10% oldigan gap. Shuning uchun bu yerdagi xalqi o'xshamaslikning o'zini akilib, u yerda o'zining shaxsiy manfaatiga aylantirib turib, "Ma'u to'g'ri, ma jiqog'ini xato yoki bo'lmaydi" deb bundaq nimani qilish bu to'g'ri bo'lmaydi. Ikkinchi bir tarafdan mazhabniki o'zida, masalan, ahliga berish degan shu prinsipga asosan bir yerga ishga olgan vaqt, masalan, Turkiyada bir yerda bir zavod yoki bo'lmaydi bir do'kon ochdik. Do'kon ochgan vaqtda o'qi xalqlar muomala qilishni bilmaydigan, mening og'aynam deb o'tirib yoki bo'lmaydi, biz bir musulmonga deb o'tirib, xalqlar muomala qilishni bilmaydigan, ilm setim nimasining o'zini bilmaydigan bir odamni akib do'konga ep qo'yish to'g'ri bo'lmagan gap. O tijorat qilishni biladigan, xalqlar muomala qilishni biladigan, qandaqki qog'oz olib deb kirsa, qog'oz yo'q bo'lsa, tuval qog'oz yo'q bo'lsa, qum qog'oz olsin bo'lam deb yurib sotadigan, 5 santlik miqvamda 4 santlik vatmi shu olsin bo'lam deb o'tirib bir amal qilib setishni biladigan mundaq bir odam bo'lish lozim edi. Hech narsani bilmayliki ish o'ltirgan mundaq odam bo'lsa, tijoratni vayron qiladigan gap. Shuning uchun bu yerga narsa nima degan vaqtda Alloh taolo o'tirib qo'ygan prinsipni asos qilgan holda tuzilgan qonun farqli holatdagi qonunning o'zini ayiblash bu butunlay xato, mazhab deb hisoblanadi buning o'zini. Qur'oni Karim prinsipga asoslangan bo'lsa, u o'xshamagan holat tuzilgan bo'lsa-mu, u to'g'ri bo'ldi degan gap. Ya'ni buni aytgan vaqtda e'tiqod jihatda har xil o'zi e'tiqod paydo qilish butunlay Qur'oni Karimdagi tüp asas prinsipiga zid bu xato. Ahkam sohasida deymiz, qonun sohasida degan vaqtda har mamlakat o'ziniki
emel ahvalı qarta farklı holatda qonun chiqarish Qur'oni Karimdagi prinsipini asas qilgan bo'lsa, u to'g'ri degan gap. Farq bo'lsin-mi? Ya'ni farq mana mushu. Allah razı olsun ait yaxşı bir yığınçaqlaş oldu. Bence bek düşünüşlük oldu bu da bu ders. İnşallah. Kiler saat 61. dersimizde yeni bir yeni team bilen görüştük. Allah nasip olsun. Bugün biraz internette ulan ekran kameralı da kaşeli göründü. Lekin mezmun bir bütünlükü igi oldu. Kırındaşlarınki kaçırıp koymay. Baştan ayağın körep çıkışını ve başka kırındaşlarıma tavsiye qilib qo'yishini chin dilimizdan umid qilamiz. Hammalarninki shu vaqtda bu vaqtda xayrli bo'lsin. Allohning o'ziga omonat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.